Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Vaqa va mulohiza programmamizning 12-chi sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqon. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hammalar ma'lum bo'lgandek programmamizni boshlagandan ta bugungi kungacha bu programmamizda bo'libmi millatimizga aloqador har xil sohalardagi kishilarimizni, mutaxassislarni taklif qilib, kun tartibidagi muhim masalalarni analiz qilish shaklida suhbat elib berib kelyapmiz. Bugünkü temamız mı? Tünügün e'lonimizda bergandek muhim bir tema. Aslında tünügün qilishimiz kerak bo'lgan tema ama şu aldirashligimiz sababdan tünügünge hem mehmonlarniki farqli davlatlardan bo'lishi sababidan hammasidan o'xshash bir vaqt chiqarib olinmay bugunga o'dilandi. Hammamizga ma'lum tünügün 10 dekabr kuni Dünya Kishilik Huquq kuni. Biz bo'lsak mana shunday bir kunda Muşu künniki 72 yıllık dünyanın har qaysi joylarida xilma-xil şekilde ta'kidlanayotgan bunun qo'g'dilishi kerakligi ciddi şekilde kun tartibga kelayotgan mezgilda bir xalq Sharq Turkiston xalqi bo'lsa dunyodagi eng vahshiy zulmni, eng ichinishli fojialarni har soniya, har sekundda birer sekundmi 24 soatning ichida birer qitim to'xtab qolmagan shaklda bizning xalqimiz tatib bu zulmni. Biz şu zulümlü gün tertibga keltirish uchun bu programmamizni o'rlashtirdik. Aldı bilan men qimmatli mehmonlarimni tanishtirib o'taman. Studiodagi mehmonim Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili hurmatli ustoz Mahmudjon Damulla bor studioda. Andikin Türkiye'de hem şu Sharq Turkiston inson haqlari ko'zish jamiyati bosh kotibi doktorant Nuriddin Izbasar va bizga to'r orqali ziyoratimizni qabul qilyapti. Onun keyinden jurnalist Türkiye Radyo Televizyon İdaresi Uyg'urcha bilim muxbiri ve jurnalist Mir Kamiljon Qashqari Anqaradan biz bilan birga. Shundaqla eng muhim bo'lgan bugungi temamizda eng boshda so'zni anglaydigan vatanda Xitoyning bevosita bu zulmlarga, bu vahshiyliklarga, bu jinoyatlarga shohid bo'lgan, buni yashagan İki aziz mehmonim var. Bir bo'lsa Qalbinur Sidiq xonim, sobiq lager o'qituvchisi, Gollandiyadan ziyoratimizni qabul qildi. Shundaqla Zumrat Davud xonim, lager shohidi, Amerikadan ziyoratimizni qabul qildi. Hammalarga oldi bilan programning beshida ko'pdan ko'p rahmat aytaman bu qimmatli vaqtdan chiqarib, shu soatlarda ziyoratimizni qabul qilib uchun ko'pdan ko'p rahmat aytmoqlarga. Rahmat olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydonda taqdirlanadi. Ekranlarda chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr, taklif, savollaringiz bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shunaqli ko'plagan qiyolashlarimizdan foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaq bo'lsa, bevosita programma boshlab ketsak, biroz asli soat 6 da ekranlarda bo'lmoqchi edik, ammo texnik sabablar tufayli boshqa farqli davlatlardan biroz bog'lanish masalasida mesele çıkıp kaldığı için yarım saat kechikib kaldık. Kechirim so'raymiz bu meselemi. Ondan sonra başlap ketsek, aldı bilen biz bu vatanimizdeki vahşi cinayetlerge şahit bo'lgan ikki xonimdan sözünü anlasak aldı bilen bu facialar elbette bugünkü bir programda tugaydigan şekilde emas ama biz vaqtninki yetkinicha qisqartib şekilde mağamiz. Aldı bilen Zumrat Hanım lageri şahidi şu yerde iğir zulümünü tatkan çeken Zumrat Hanım Amerika'dan başlasam. Onun keyinden Qalbinur Hanım o'qituvchi bulup Xitoylarning majburlashi bilan bu lagerlarda o'qituvchi bo'lgan onun sözünü anlaymiz. Sizden başlasak Zumrat Hanım qani marhamat. Siz o'zingiz bevosita yashagan, albatta buningki qanday qachon boshlandi, nima bo'lib tutilib qoldingiz degan bularni degan kirmayman buningga. İnşallah aldığımızdaki kunlarda siz bilan ayrim bir suhbat qilamiz. Şu bevosita şu lagerning ichiga kirgandan keyin tatgan Xitoyning elib berayotgan vahshiy jinoyatlarini siz o'zingiz yashagan bir shaxs bo'lish sifatingiz bilan so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Endi biz hisobda Uyg'urlarni bir Amerikaga kelgandan yoqisi buni hozir butun dunyo qirg'inchilik deb e'tirofga elish oldida turibdi. Endi bu haqiqatan endi biz ko'rib kelgandan keyin bu nimishga bunda qirg'inchilik deb ishtik e'tirof olmaydi. Biz shunda so'zlab beryapmiz, deb beryapmiz. Bu qirg'inchilikdanmi eshib ketdi hozir bu ishlar. O qirg'inchilik degan odatdagi ish. Endi raslam uningdan eshib ketdi. Baldırlam deyish kerak. Chunki Xitoy bizni majburiy hozir bir tarafdan ayollarimizni tug'mas qildirib etsa, bir tarafdan
Muşundaq lagerlarga solab bizni ayollarni ayırıp zavodlarga berip biri A zavodda, biri M zavodda mecbur emgak qildirib ular ish emgak pul vermey yo'qotish girdobga berib bo'ldi. Biz hozir eng oddiysi biz yo'qolish girdobidagi hayvonlarga o'xshashlarman deb hisoblab bir yo'qolish girdobida qolib qolgan bir millat. Shuning uchun endi men mush lagerda yetish jarayonidagi eng iliqi menga bek iliqi ig'ir kelgan yeri bu tutuş başlanganda 2016 yılın ahırdan başlap tutuş başlandı. Şu çağdan başlap bu turmağa kirsiniz, siz sırtda adam yo'qdek his qilasiz. Sırtda hech qanday Uyg'ur qolmadi deb o'ylaysiz. Yangi odul qo'shnimiz yana bir yaqarsiz, yana bir kamerdan chiqayotgani urug' tuqqaningiz ashunda qanday ashunchalik darajada siz o'ylanmish ishni bir. Bir talat Uyg'ur qolmadi deb o'ylaysiz, atrofda hammasi ashunda. Bir navoiy, bir qassob, bir tunish aşpaz yana bir tuqqaningiz ya tunishing'iz degandek. Biz o'ylaymizki, uni ichiga kirgan odam o'ylaydiki, u talat Uyg'ur qolmadi, butun Uyg'ur mush turbina ichida deb o'ylaysiz. Birmi Uyg'ur sirti qolmadi degandek. Ham uni ichida sizda ya nima sababdan tutulganingiz, nima sababdan nima ish qilding, ya haqiqiy buni isbotlaydigan hech qanday ish yo'q. Sen so'roq bor, lekin buningga sen manda jinoyat o'tkazibsan deydigan gap yo'q. Senin nim cinayetin var ya ki seni mandak maksattan tuttu. Ya sen akçı ya kökçü ya qaraqçı ya bulaqçı. Degandek hech qanday bizga nima atmaydi endi. Hech qanday bir bizga atqidek jinoyatim yo'q. Hammamiz hisobda endi gunohkorlar endi gunohsizlar uni ichidagi hech qanday bir gunoh o'tkazmaganlar. Xo'sh. Uni ichidagi jarayonlarni desak, u ayollarga har xil dorilarni ishqizib va yoki har xil vukullarni urib biz hattoki dorilarning nima sababli yeyotganligimizni, nimaning dorisi ekanligini va yoki vukullarni nima sababli urayotganligini, yo biz qinimizni nima uchun olayotganligini hech nimani bilmaymiz, ham so'rash huquqimiz yo'q buni ichida. Hattoki oqshomlari qizlarni olib chiqib ketdi, yana 1-2 soatlik akirib qo'ydi. O qizlarning masalan endi yosh kichik qizlarni ham ularning ashunchalik darajada ham chiqmay ashunda qanaqa ig'ir dafsandachilikka uchratimiz ham buni ichida. Desam gapcha u boshdan so'zlash to'g'ri keldi bu lagerning ichidagi yotgan ishlarimni. Bek ig'ir masalalarni. Xo'sh. Albatta haqiqatan deganingizdek so'zlab kelsak natija tafsilotini keyin to'xtalamiz. Yana program jarayonida yana nurg'ulg'an esangiz kelganlarni suhbat jarayonida yana tilga olasiz. Qalbinur xonim, endi sizmi chiqqandan keyin haqiqatan nurg'ulg'an xalqaro axborotlarga o'zingiz bevosita yashagan bu ishni boshda o'zingizni ko'rsatmay turib chiqardingiz axborotlarga berdingiz. Keyin rasmiy sohaga sakrab tushdingiz hamda albatta buni siz bevosita Xitoyningki Zumrad xonimdek oyada jinoyatchi Xitoyning ko'zlamda sifatida yotmagan bo'lsangizmi, o'qituvchi bo'lib majburlanib shu yerga kirib u yerdagi echinishli fojialarni ko'rdingiz hamda. Siz shu shohid bo'lganlar albatta men nurg'ulg'an ziyoratlarda burunqi axborotga bergan ziyorat xotirangizni o'qigan vaqtimda yani o'nlagan programma qilsak sizdan nurg'un narsa chiqadi ekan. Siz aşağıdaki şahit bo'lgan eng echinishli masalalardan biroz so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Aldılar bu fursatni berganingiz uchun ko'p rahmat. Men u yerga 2017-yilda 3-oyning 1-kuni majburiy bizim bilan aşağıdaki dars o'tishga bordim. Ya'ni bizni u yerga evatgan vaqtida oldi bilan shu yerga biz bir turib shu xalqlarni yig'ib berdik, ashlar faqat davlat tilida dars o'tishlar deb evatgan. Biz shu maqsadda borgandik, shaxsan men lekin berib u ahvolni ko'rgan keyin u boshqacha bir nimani manzilni ko'rib o'zim shunchalik qo'rqdim, ham shunchalik bir xil vahima tushdi menga, chunki sinflarga ularni akirdi, bu atalmish o'quvchilarni akirganda qarasam bir kishanlik, uning ustiga hammasini choy soqoli, chunki yangi tutilgan degan bo'lg'achqa hammasini choy soqollari o'sgan tuqda. Endi bizdagi odatda yo'llarda, ko'chalarda bundoq endi ulamo kishilarni ko'rsakmi, tabtatib ularni qarashga jur'at qilolmaydik. Lekin endi shu yerda shu kirib, men shu sinfga dars boshlagan vaqtimda kirib qarasam, men sochlar o'ttirgan keyin men ularga nima deb salom berishni bilmayman, kirib ular assalomu alaykum debdiman. Desem ularimiz başladık söylem kılıp bana iş kandak sada cevap kaytırmadı, kaytırmadı. Ben hata gerçekten nes kıldım da. Derhal özüm 10 yıllıklam bir günden başlayıp mesela devlette de ders vermem.
Emin Aslan Kadın Sıdık. Deplan ben şu kendim derhal ama şu dostu tarafı kendim de ben dostu şu xatlarni yazıp yo dersini başlap ketdim. Lekin ben şu xatlarni yazıp atqan vaqtlarımda şu kendimde her xil yig'lab atqan, ovozlarni anglab turdim. Çünkü onun içindeki emiz ulama kishilar ekanda diqqat. Ondan keyin ularning keyin bir 7 oyoq kishi bor ekan, qolganimiz erkan 100ga yaqin kishilar ekan bu dastlabda. Şunun bilan darsni so'zlayapman, ular hech bir haqiqatdek minimiz yo'q, shundaq ovozni chiqarmaydi yig'laydiganga, ammo men his shuni amal va keyin qarmaslikqa tirishyapman bu vaqtda, bu daqiqada. Ammo men 20 necha yil shu o'qituvchilik hayotimda bu dastlabda 3-ayning 1-kuni shu erlar lagerda men dars bergan shu 4 soat vaqt men uchun shunchalik uzun bir bilgan vaqt oldu. Çünkü men ders so'zlasam ovozim titrab chiqadi. Men o'zimni shunchalik tutib oldim. Ularmi men bir ergishib shu xatlarni o'qigan vaqtida ovozim shunchalik titrab yig'lamsirab boshdan chiqadi. Shuni bilan mush 4 soat darsni shunchalik tasib tugutib, tushlik aramga chiqdik. Bular yana o'zining kameralari qaytdi. Men tushlik aram vaqtida bu hamma yerda kameralar bor bo'lg'achqa men hech kimni so'rashga jur'at qilolmadim. Lekin shu qo'rg'iga chiqqan vaqtda men shu yerda so'rdim, shu yerdagi bir mas'ul bir qizdan. Bu nima kishilar, bu kishilar qandoq kelgan kishilar bular bizga faqat tilda dars o'tishlar, savodsizlarga deganda bu men bak hayron qoldim. Sen ma'lumot yoqsiz so'rma. Bular shu butun masjidlardan kelgan ulamo kishilar, diniy zotlar. Bular nima uchun kelganini biz bilmaymiz. Biz faqat yordamga hamda mulozimatga keldik. Deb u qizlar bir necha mundaq aholi komitetilardan yordam kelgan qizlar ekanda. Xo'sh. Shulardan ham so'rash orqali bularni his qildim va bildimki, bular shu 2-ayning 14-kuni tutib kelgan ulamo kishilar ekan dastlabda. Shuning bilan taqib shu darslarni bergan bo'ldim. 3-ayning 20-kuni kelgan vaqtida anqacha bir haftadan o'tibdi, bir haftadan keyin bularni hammasini chaqaloqlari tushiritildi, pak-pakiz, kiyimlar o'xshash bir tutash bo'ldi, kulrang bir to'y kiyim kiydi, bular ustida anadan keyin bir apsilin deymizmi, shuni rangida jilidki bor, uni ustiga nomer bitirliq. Shu dars davom qildik qilyapmiz. Bu oraliqlarda har dushanba kuni bulardan qonaladi, ikki sestra, shu ikki Xitoy sestra bor. Birisi da har dushanba kuni qonaladi, yana birisi o'qirdi, dori berdi tabletka, ushaq oq tabletka. Men o'ylab sestralar bilan paranglashib, u qiz jarayonida so'rdimda, men bu qonni nimaga qonalsizlar, bu qonni nima ish qilsizlar desam, yuqumliq bunaqa cho'ng kasallar bormi, shuni tekshirmiz. Bu uvatgan hukular bu dori, kalsiy to'liqlash dorisi, bular chunki kun ko'rmagan bo'lg'achqa, ashuni to'liqlaymiz. Nada bir bu yerda kalsiy to'liqlash olsun, ularga nada bir unda dori olsun. Aşağıdaki berati, ananın kim bulağı her bir kıtımda bir taldan moma, aşağıdaki momsi, etiğinde bir vakt, düştü bir vakt, kurup şoğuruş suyu deyimiz hem de. Onu ben közden bu körüp durdum da her daim. Ananın kim keşti şu bir taldan kurup moma verdi, verdi, bomuz yok. Ananın kim bulağı, şöyle kurup smot mutsuz yatı dikende. Her bir kamerlarını içip ular çıkıp kırıya vakitlarda ben dikkat kılıp aldım aşı içtiğe kalsam şu yerde jığılık bir dalın kona ediyal jığılık ki onu üstüge yapandı ya işkılıp kuruk smotunu üstüge aşındak bularından keyin tazlık uyları opçi onu ben sorayman daim aşı qo'rg'a chiqib aşağıdaki qizlardan yo munosabatli kishilardan so'rab turman, ana bularning tazliq qildi, u bilan chiqishlarini bo'ldi. So'rab vaqtlarimda bularning opchi har bir kunda 3 vaqtlamga tazliq uyga chiqish, degan kechda 1 minut vaqt verilgan buningga. Anadan keyin bular munchiga kirib bakmaydi, faqat so'rdim, men bular joylamasam bu yerda munchxona yo'q dedi. Anadan keyin bular susuzlik ichgandimi shu bir düştü bir keçti bir vaqtlik maşına su verdik ya bularga. Xo'sh. Endi menga yan ta'sir qilgan men bir şey kep bir hafta 10 kun bo'lgan vaqtida tamoq etadigan oshxonasida biz shu yerda bizga tamoq o'rlashtirganda tushdi bir vaqt. Aşağıda men choy olmoqchi bo'ldim, masalan tungalarniki oshxonalarda tungi qachlab qo'ydi, qaynoq suvni muzlab qo'ygan jilman choylarni shunday. Shulardan bularga suv berganini men doim ko'rmanda, cho'llarda ash pipirti sularni. Şu ben aşağıdan çay yaptım kaçamga. Alsam aşkanda 3 tungan bir tungan, 2 ayal tungan işleydi o aşkanda.
Şunu aşı bir ayol yugurab chiqdi. Chiqdi sen oy malim sen bu suvni içsen bo'lmaydi, buni ichmagin deganda nima qilib bo'lmaydi? Buni normal aşarsın. Ya bunu sen içmedin, içtiğimiz ayrım kayıtlığımızda şunu içsen de içinden kuyup verdi. Kuyup vergende ben şunda bir kadar hayran kaldım da bu ne için bula içinden ben içsem bo'lmaydi, bunu çayda bir mesele var mı deb ben anladım ki yani oturup şu işte çiğim yani içmekçi olsam böyle aşpaz dikkat kılmagan mı ayağını kuygunumni. O yani men çaqardı. Ay malım sen azı kaç ay içip sen tongdong almagan sen degen ya içinden koyup versem ben taksını tongdik çayını içtim gidip ensirap kaldım da. Degen ben sorum nima üçün o tongdik çayını ben içsem bo'lmaydi, o tongda biraz var mı? Onun da desem yok hem de bazı kaynamay kalsa suyu sana alıp kosmonda alıp ensirdik degen ben kızlardı yani sordum. Çok ama çaydı bir nasıl salabdı açtım var mı? Sen oylap kaldım. Desem ya malum sizni elimde oylap başladım kalkışıyor dedi. Anqıcı 3. ayın 20. günleri bu vaqtda bu yerga tuyuqsizlik odamlar pek ko'p pek chaqlab ketdi adam Abay Zumrat xonim degandek. O odamdan qilg'idan shu 3. ayın 20. kuni atrofida shu 20. kuni deganda kelsa bu 4 qavat binoti bu dastlabki erlarning sanfangoni shu tanışda bo'lgan. Ben 20 gün etkilendi kelsem 2 3 4. qavatning hammasini aşağıda rishatkali qilib yoshda kamir qilibdi. Şunlardan keyin kelgan kun ma'lum bo'lgan bir kun dars o'tamaydigan bo'ldik chunki mayli o'quvchilar jiqib ketgan bo'lg'achqa biz dars setkisini o'rlashtirishni qayta qildigan bo'ldik. Dedi shunlardan keyin ben sordum yana qizardim. Bunlar ne bo'lganlarni bu kelganlar desam bular ko'pinchilari yani chet elda o'qib mesela Amerika, Turkiya, Mısır'dan kelganlar o'qishga o'qib shu otalari kamma bola hozir vaziyatda keskinlikda biz chet elda o'qib chiqqan bo'lsak hech qanday ishimiz yo'qda deb kelganlarga bu otalar ko'rishmaymish ekib olgan. Anadaki nurg'ullar oliy maktab o'qiyotgan o'quvchilarga ularning telefonlarida ba'zi hukumatga xilaf detallarni tushirganlarga bu keyingi kelganlarning hammasi o'quvchilar asosiyati ziyolilar deymizmi endi anaki korxonchilar anaki yozuvchi o'shada har sohadagi o'sha kishilarga bularning ko'pligidan Aşağıda bir kız o kızın ismini ben bir digim yok çünkü o kızın hayatı muhakkak xavf içinde ben bunu düşünme. Aş kızım ben sordum. Bu nimdacık bu kelganlar muşunchilar ko'p odam nelar tutib kelganda böyle hattoki ba'zi ko'chada bizlik odamlar qolmaganmi da biz kutib bormay ben shunday qarab nima deganjiq odam bu desam voy qalb normalim biz muhmudo bir kechirmish akab to'kyapti dedi hatto bir molni akab to'kkandek to'kildi ularni. Shuni bilan dastlabda bir kamerning ichida ondan adamlar battı, 7 ayollar ayrımlı bir kamerda. Keyin her bir kamerda 50 60 tıkılıp aşında bakıptı da adamlar jıqligidan ketishmay kamerning ichi. Şunu olar u yerdagi bir tunishimdan men yana shu maxsus kuzatish bir uyi bor ekan, men sordum. Men o'sha kirib ko'rib baqsam bo'lamdi, chunki biz maktablarda ham kuzatish ishxonalari bor. Bundan men bunun uchun ko'rib baqay degandim desam, bu masala ekray dedi. Acık kuzatishga kirdim, kirib o'zim shu tutib oldim, uni ichiga kirib qarsam meni bolalarni bir zavod molni ishlab chiqarib akab to'kayotgandek shuncha jiq. Biz Urumchida men shuncha yil yashab ba'zi ko'chada ko'rib baqmagan bolalar shundoq chiroyli yosh kichik bolalar hammasi o'sha akab tizib tutib bolalarni nidirmay o'tirdi ekan. Shuni men sordum, shu munosabat shu taqchidimmi? Bu balam nereden tepki geldi? Hatta biz kocaman körüm bakmadık kendimiz ya bir abduzlar ya bir uçarak bakmadık hadise. Vay şu emes mumalı, ben özleme hayran kaldım. Nimi diye tek şıkırık verkendik deyimiz mi? Bizim tarafımızda aşında çırak kalın. Bular qanday qildi bular smut yatadigan yem yok mu? Başta bular smut yatarken tuxmalar desem yok bular növbet için dam oldu. Deb başta tıxmaq şunacaq akab tüketken. Ondan keyin mushu men 6 ay turdim mushu erlar kampusda. Ondan keyin bu kampusda nurg'un olmishlar bo'ldi mesela. Bir necha adam ko'pchilik qolganlar bor chunki u yerda mushu Xitoy tilini yaxshiroq o'rgansak, yaxshi o'rgansak tezroq chiqishimiz mumkin degan maqsadda bular shundoq tirishib mesela darslar o'tgan bo'lsa qo'ymadim men deb beraychi yoki men yatlab beraychi mesela keyin shu Xitoylarning qizil naqshi deb qo'yamiz. Shu naqshlarni o'rgatdik. Tekstlarni yodlaydi bular. O tekstlarni yodlayamasa bular hatta bir mo'min yo'q. Ashuna olganki bular degan shu kechida uxlamaganki shuni yodlaydi ekanda.
Gapirdim malum ben yatlap berey, ben ügünüp oldum dep şunda kızgın ola ügünüşü. Şunu ola aş bir netisi bir 5-6'sı menen közlemde bekkel. Tunuç adamın köpükini tunup etken. Aşılar şuna tunuş keyin qarsam ulaylıqı yoqap ketdi. Men aş qızlarni so'rayman da. Qalanch batdi, manda kiyimlar mesela ya boylar egiz bəslikçilar qamlashqan manchirat o'tirgan bir zat yoqap ketsa, birsin qambisimi qambisim kesilib ekan to. Doktorxona operish yutkash jarayonida yo'lda qutqizish unumdan tugab ketdi dedi. Yana bir bala atdi, "Kaqima" deb baqirib tursa, mendan savol so'raydi endi, "Ma'lum biz qachon tugaydi darsingiz? Qancha kitob o'qiysiz?" deb. Men demiş 6 oy jarayonida endi 3 kitob berdi. Biz 3 kitob tugasa, balkim bu kursimiz tugishi mumkin deb acha tushuntiradi xudoga. U balımı keyin yo'qab ketdi. Men shu balamni so'rdim achaydi qizlardan. Shu mendan bek ko'p gap so'raydigan bo'lib yo'qab ketdi desam, u balniki mesela suyuqdan zaharlanishdan ekan, shu suyuqdan eg'ir zaharlanib oxiri chekiga yetganda u balam doktorxonada yutkash jarayonida tugab ketibdi. Bunda o'lganlar bekchi. Undan sırt yana şu birinci qavatdan yer astida so'roq asib ekanda. Uni men so'rdim hatta shu so'roqlardan chunki dars arliqlarda chaqirib aytishdi. Men shu numergacha chiqsam so'raydigan savol bor deb. Açıkçası bular çıkartkenki yarım saat ötmeyle şu testin aşağı içiliş avazlarını onlayınız biz. Şundan kaynaklı içilişmez yüreklerim çok küçük o içinden kadar dersen çıkıldığını bilmeyle hatta aşağıda o avazlarını anlatırdı. Ondan sonra kırıp çıkarlar der kıremeydi, mağabaydılar. Ola şu kamerlarda demalıyken de ya da oturamagan ki yardım kılamagan ki demalamagan ki. Şunu olan 6 ay bir yerde şundan içine çıkmışlar işlerini gördüm. Onu da sırt yana şu bir 4. ayın oturlarım ki benim esimden çıkmaydıgan 4. ayın 20'si mi ki 4. ayın ahırda bu korosu da yoğun şekilde koptu düştü ben düştü aramda çıksam koroda garibi sakçılar şunda acık bu yerde etçini bilen var karşılık alan. Ular şu kiyimlerini aşağının kiyimlerini yoğun şekilde daskıçılar paylaştı koyup üstüge. Koyup bular külüp atıdı da şunlarını bu ne bolğanda arkadaşlar bazen verip sonra bu ne boldu desem aşağıda bir sakçı ve bir harbi oy bular muncha kirmay bular pistlab ketibdi pek pistlab ketibdi şunu biz bunu qaynoq suv qo'ysak ma pistlami qechib chiqyapti o'lmadi mana bularni shuncha qiynasimi o'zim o'lmaydi bularni pistlarimi o'lmay qechyapti da bularga shundoq kulgil turibdi men shu yerda degan shu Qoravaga keyin qarab deb ketaman. Allah ko'rayotgansan bu mushkullarni. Mushlarning mushkullarini ko'rayotgansan bu Allah mushku sog'a mushkul batdi. Mush zulmlarni Allah qachon ko'tarib o'tasa Allah deb ketdim. Lekin o'zimni bekchim tutib oldim u yerda. Men bir sabr taqat berasa Allah deb qilib turman o'zimga. Mushlar ishlar var. Ana lekin bu akagichimi bizni saqchi mashinasida shu belgilangan bekatga kelib saqlab turmiz atigini akildi. Kechdan opirish jarayonida bu saqchi Xitoymi so'zishmag'idi. Bu hozir hukumat bek yaxshi qildi. Bir turkum mushlar qilayotgan kishilarni akirib yig'ib qilgan bek yaxshi bo'ldi. Lekin bularni qo'yasa bular vaziyat mesela davlat uchun xalq ofat bularni cho'qim qo'yatmasi kerak. Bularni bir şey çünkü bular yani kalısın gidip kaldı ya nurgullar yani bara kalısın gidişi mümkün. Yani için çıkarlar nurgullar mecburluk deyimiz var mı? Çünkü bular kıyın kıssak jarayonida, so'roqlar jarayonida bularning ba'zilarini putlari, qo'llari eg'ir yorilib, davolmi sesib ketganda, doktorga olib kesilib o'xshaydi ularni. Shunday ko'chalarda bir turib mashina majruhlarni ko'rdigan bo'lib ketdik biz. Ana kalısın ketib qolgan nurg'un kishilarni ko'rdik yo'llarda. Şunlardan biz ba'zidan çünkü bir yerda biz maxfiyatlikni bekitib saqlash uchun biz shunday shartlarni tuzib imzo chiqqan bo'lg'achqa boshqalarga deyolmaydik o gaplarni masalan atrofimizda xizmatdoshlarimiz bo'lsin do'stlarimiz hatto tuqqanlarimizga deyolmaydik nafaqat uyga kelib yo'ldoshim qilaman deydim bugun mushaq ish bo'ldi degan bundoq qildi deb aytsam uni bir haftagacha anglab oxiri demayman bo'ldi chidimidi bardosh beramadim gaplarimga o'zim bilan kelsin deb Aşağı ben de keşke öyle vagan fakat uxlamayman çünkü yoslamalık smotiki motivatkan qarindoshlarimiz undan keyin adam yig'lab ketib o'r turayotgan kechida qanday taqatayotgan do'stlar uchun buni qanday yashayotgan deb oldin birchini choy kelsin o'shlarni o'ylayman hatto men ketman necha 5-6 oygacha sukut o'zim turib ketdim haqiqatan nurg'ullar dedi nima uchun qoldirmadim shuncha ishlarni ko'rib yana sukut turyapti deb salomatligim faqat yaxshi bo'lmaydi demisha kelganlardim
Şu tamak yemeydim, çay içemeydim. Aşağı göz aldım ki hazır muş saat muş dakikada aşağı ben bu vatkan bir çın su kızar o. Bir parça nan kızar olup jüratkan biz yani yani yer işçi yani hatırcam jürala vatımızda. Şunu ben salametliği fakat diyor vermeye. Onun için o yerde şu 6 ay tügütüp anadaki ben normalde özellikle hizmet bakan bekleyenimde kayıttık. O yerde İslam yana şu kızlarınki kurulgan kızlar kampüsü şu yere ivetildim. Evet, 9. ayın 1. günü Togun degan yerde. Bu yerde texim o egir facialarni ko'rib. Qalbinur Hanım, mush qizlarninki, Qalbinur Hanım, mush qizlar lageriga o'tgan yeringizda to'xtab turing. Hali yana qaytadan sizni kelaydi. Biraz endi hakikaten yani insanın içine hakikaten yetiştirilen şekildeki bu her bir anlığı siz bir vasıta şahit oldunuz. Bunu anlayan kişinin ama bütün bedellerine tiken oluşup giden şekilde bu facialarını söylediğiniz hakikaten söz köp. Hem de şunda bir Dünya Kişilik Hukuk Günü dep ta'kidlanib atkan şundaq bir günde halkımızın hali hem tatib atkan şuna içinişlik küllerini tatib atımız. Nuruddin İzbasar efendim, hem de siz İstanbul'da şu Şarkı Türkistan'da şu insan hakları, kişilik hukuk, küz cemiyetine başka atıp bulup hizmet ödəvatsız. Elbette cemiyetiniz hakkında, cemiyet hakkında ayrı bir söhbət kılımız. Hem de bu yukarıdaki hakiki şahitlerin ki gaplarını anladınız. Siz hem yeni başka nurgun dokulatlarını tayarlap bervatsız berdiğin yerlerge bunun davasını kılvatsız. Bu günde bu sizinki söylediğin bir müşük gün için. Evet, bugün Türkçe bir program kıldığında bir işe sizden söz anlasak, bana şunda bir ehemmiyetli günde halkımızın tatip etken bu için faciası hakkında. Assalamu alaikum oldu bilen hem de bu. Hem Zümrüt edemnin hem Qalbinur edemnin gepini anlagandan keyin söz edilen söz kalmaydı. İnsan için. Lekin biz sözümsek olmaydı. İntan eğer facialık bir ehvalda milletimiz hem de Şarkı Türkistanlıkla dünyaya insan bulup yaratılan günden hazırgıcı olan şu kança yıl ötken bolsa şu tarihimizde en eğer bir faciada yaşayavatımız hazır. Bu facianın tüp menbesini biz izlenip kelsek ilgili hukukunun, zemin hukukunun yani bir devletin bulmasının her kanday bir facianın başlangıç geldiğini biz bu yerden görüp alalayımız. Dünya, İkinci Dünya Uruşu'da eğer balayafetlerine baştan geçirdi. Bütün dünya asasen de gerek. Ve İkinci Dünya Uruşu tükendiğinde ki dünyadaki kuşuvak kurulan devletler bunun için facialar az olsun diyen mekseple ve nişanda 1948 yılı Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesini imzalap oturup koydu. Ve den bir yıldan keyin 1948 yılı Dünya Kişilik Hukuk Kitapnamesi imzalanıp bir yıldan keyin vatanimiz Şarkı Türkistan Xitaylar tarafından, Komünist Xitaylar tarafından tekrar işgal kılındı. Ve 1949 yılı Şarkı Türkistan'da Xitay Komünistlerinin kirişi bilen asli Şarkı Türkistanlıklarının bütün hak ve hukuku tamamen koludan elinizden oldu. Yani zemin hukukunun koldan geçişi emniyette Şarkı Türkistanlıklarınki en asasi insani hak ve hukukunun koldan geçişini bize gösterip verdi. Karaydıran bolsak 1949 yıldan keyin 1955, 1983, 1986'da hep bu şunda bir kanca böyle bölsek Şarkı Türkistan'daki bu cereyanlarını bağlanca zaman ötkençe Şarkı Türkistanlıklarının bütün hak ve hukuklarının birden kolunun eline algan körüp alalayız. Xitayning tajovuzchi bo'lishi bunun en asosiy sebebi bo'lsa, Xitoy bo'lishinin o'zi, Xitoylarning Xitoy millati bo'lishi yoki Xitoy an'anasidan kelgan siyosiy an'anadan kelgan bo'lishining o'zimi bu tajovuzning, bu ishg'olninki kunimizga shunday eg'irlashib ketishiga, shunday facialik kelishiga sabab bo'lug'liq. Dunyoda bir davlat ishg'ol qilgan ekan yoki bir millat ishg'ol qilgan ekan yoki chuqur inson haqlari yoki kishilik huquqi dafsanchiligi bo'ladi. Xo'sh. Ishg'ol qilgan bir yerda dafsanchilik chuqur bo'ladi. Buni hech kim to'sib ololmaydi.
Ama ve lakin Xitayların Xitay buluşu ve bizden Şarkı Türkistanlık buluşumuz, Uygur buluşumuz, Kazak buluşumuz, Şarkı Türkistanlık yaşayan özünün ilgisi buluşumuz, Xitayların tarihten kilip kelgen bir siyasi enenisi, hem komünist buluşu bulanınki, hem biz bir yajığı beklesek akıbette 2008 yılındaki biz tetkikli şarkılı karayılgan olsak, Xitayların 2008 yılındaki Şarkı Türkistanlık'ın yok düşüşü kademli et boğalığını körü alalayımız. 2008 yıldan başlayıp. Ve 2010-2011 yıldan başlayıp resmi halde bir şekilde Xitaylar Şarkı Türkistan'da lagerini kurulgan, lager kuruşlu planını başlayalığı körü alalayımız. Hem de biz bunu hazır ehvalda tarihini kendi yandırıp körü alalayımız. Hem de şu vaktin üzülü köremegen neslerimiz bekliyor. 2018 yıldan keyin biz hazırdan başlayıp keyingi kayıtqa vaktimiz karışsak 2018 yıldan başlayıp Xitayların planını destek kadem emellik aşırı başlayalığı körü alalayımız. Ama 2013-2014'ten başlayıp lager kuruluşunun başlanıp boğallığını biz Xitaylardaki kuruluş materyalleri ve yerlik şu yerlik binaların selinişi Google haritasındaki orunlarının belgeleş kadarlık ehvallardan bulan körü alalayımız. Ve 2017 yılından keyin olsa bütün Şarkı Türkistanlıklarını Uygur, Kazak, Kırgız hemmisini bir aklam yok kılıp etiş için bunu kademli resmi halde hem de dünyaya uç kaşkar aşkarlık alığını biz bu yerden körü alalayımız. Biz dünya halkara insan hakları kitapnamesiga göre Şarkı Türkistan'da bu atkan insan hakları depsendicilik, kişilik hukuk depsendiciliklerini biz birden seliştirip görüp baktık. 30 madde var bu 1948 yılı elan kılınan insan hakları kitapnamesi de. 30 maddeye düşmeydiğin hiçbir nersi yok. Xitay hemmeni her bir maddesi Şarkı Türkistan'da bu depsende kılınıqlıq Şarkı Türkistan'da. Hoş. Bu yalğız hazır Kalmur edemi dedi, Zümrüt edemi dedi. Bu yerde biz eğer Şarkı Türkistan meselesi bir insan hakları meselesi desek bu nahayet addi bir acayip töven kalıdığan bir nerse. Doğru. Biz ne için insan hakları demiz bunu bir baldakka bastırıp dünyaya bu şekilde ifade kılgan bazı yerlere için ifade kılalayımız bunu. Hoş. Ama karaydıgan bolsak bunu yine 1952 yılı imzalangan ırkı kırgınçılık ehtinamesi karşısak mı bütün maddelerge düşüdü. Şarkı Türkistan'da hazır bu şu hem 30 maddelik insan hakları kitapnamesi hem keyin imzalangan ırkı kırgınçılık kitapnamesi her bir madde icra kılınışıyla birge bunun dışarı çıkıp gittiğilik bu. Hoş. Ve bunun dışarı çıkıp gittiğilik ve dünya Şarkı Türkistan'ın meselelerini bilmeydi emniyet biliglik. Ve biz insan hakları kitapnamız imzalandı 70 yıl oldu dep durmaktan bu günde dünyada vicdanın ölgenligini Şarkı Türkistanlıklarda vicdan degen bir narsa ölgenligini bu yerde fakat menfaatlerinin gep kılganlığını dünya halkara kişilik hukuk veya devletlara münasebette bu yerde menfaatlerinin aldığı ötüp ketkelgeni körü alalaydı. Çünkü bunda eğer zulüm, bunda eğer bir vahşi kırgınçılık bolganda dünya asli orunda turup ketiş gerek. Normal şart aslında. Bunu ya 100 yıl burun ya 200 yıl burun bu bir iş bolgan bolsa ve dünya şu sistemini bolgan bolsa ve dünya bunu bilgen bolsa dünya herkes bu peti turmaydı. Hoş. Yeni karayılgan bolsak dünyada oylap bakınlar. Şundan köstek buludu Şarkı Türkistan bulup atkan ehtepsendicilikleri atom bombası yiyen dünyada bir Yaponiya var. Bir yeni biri Şarkı Türkistan. Şarkı Türkistan'da 1964'ten 1996'ya 40 ne çıkartıp atom bombası partlatan Xitaylar. Ve bu atom bombasının farklısı da bu 96. yılda çoğu ağırlık olan 750 yıldan artık adam ölgen Şarkı Türkistan'da. Hiroşima, Japonya'daki atom bombası kaçlık adam öldü. Şarkı Türkistan'da kaçlık adam öldü. Yeni karşısanlar, dünyada ırkı kırmızı uçurak ketken undakçık millet yok. Birisi Yahudiler var Avrupa'da, Yahudiler eski dünya uğraşıda ırkı kırmızı uçurdu. Yeni birisi Şarkı Türkistan. Şarkı Türkistan'daki bütün yerli Türk kavimleri Uygur, Kazak, Kırgızlar hemimiz bırakılan ırkı kırgınçılık uçuravatını hazır. Şarkı Türkistanlık boğallık için, şu ziminin ilgisi boğallık için. Karşı bütün hak ve hukuk tamamen tam alasıda. Hiçbir hukukunu Şarkı Türkistanlıklar dünyadaki bir yerde mesela addisi insan haklarından eşip malum nesle hayvan hakları hatta delderakların hakları geçip olan talaşlatışlar var. Mesela 2013 yıl Türkiye'de Taksim Meydanı'nda bir deraxtni kesilgan ya bir qancha daraxt kesilganda bo'lib ketgan voqeani hammamiz bilamiz. Ammo Sharq Turkistonda insonlar daraxt kesgandek o'ldiriladi. Daraxt kesgandek o'ldiriladi ve dünya bununla
Ameliyatda biz haberleri ko'rayotganimiz bilan yoki bir yerde haberler o'qiyotganimiz bilan muxbirlarda buni anlatayotganda qilganimiz bilan endi dunyo buning ovozini chiqarmayotdi. Normal şartlar aslında bu dünya öğretibi bu bitiş gerek bunu. Ve keyin biz Sharq Turkistonda inşallah bu Xitoyninki bu ishg'oldan qutulamiz, ben bunun ishini men ve qutulib kendimizga qaraydigan bo'lsak, dünya bina bo'lib hozirgi bo'lganlikda bundaq bir eg'ir zulmning, bundaq bir eg'ir zulm dunyoda yer yuzida ishlanib baqqanligini biz Sharq Turkistonda eng vahshiysini ko'ralaymiz. Ve Sharq Turkistonda shuni nihoyat yaxshi bilish kerak endi. Sharq Turkistonliklar Xitoylar bilan qat'iy yashaganmaydiganligini bilish kerak. Bu tarixdan buyon Sharq Turkiston tarixi qarasak-mı yoki Xitoylarning tarixi qarasak-mı o'xshash bir narsa mavjud. Asli Sharq Turkistonliklar emas, Xitoylar boshqalar bilan yashaganmaydi. Xitoylar bayan Qalnuraydan bir gap dedi. Askarlar Xitoy askarlari Uyg'urlarning mahbuslarning kiyimlarini qiziq suvga silib, hatto Uyg'urlarning bedenidan chiqqan pitqimi o'chmanlik qiliqliq. Xo'sh. Pitqimi o'chmanlik qiliqliq mayli. Uyg'urlardan chiqqanligi uchun o'pit. Ve Xitoylar tarixda o'zidan bo'lmagan har qanday qavmni yo'q qilib etmaydi, birga yashaydigan an'anaga sahip emas. Xo'sh. Onlarni yo'q qilib etdi. Keyin Mo'ng'ullar Xitoyni tashlab ketgandan keyin Mo'ng'ullar davrida yashayotgan musulmonlarni yo'q qilib etdi Xitoylar. Yani Xitoylarning mayli qanday bir siyosiy hokimiyatga ega bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoylarning hech qanday bir qavm bilan birga yashay oladigan kulturga madaniyatga ega emasligini Sharq Turkistonliklar bilish kerak. Ve Sharq Turkistonliklar yana shuni yaxshi bilish kerak. Davlat huquqi ve egelik huquqi bo'lmasa, kishilik huquq deydigan narsa bo'lmaydi. To'g'ri deysiz. Men shuni yana bir qatim 72 yildan buyon bizning dunyoning avval tajribasini shuni yakunlashga bo'ldi deb qarayman. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten muhim bir noktaga dikkat tarttınız. O bo'lsa devleti bo'lmagan hech qanday bir millatning ne izzati, ne dini, ne sharafi hech bir narsa bo'lmaydiganligini xalqimiz eng ochiq fojialar bilan realligimizda yashayapmiz. Studiyo qaysam hurmatli Mahmudjon domlam. Sharq Turkiston Ulamolar birligi rais vakili hamda yuqoridagi ikki xonimninki gaplarini ve şunakla kimninki müritiniz basar efendinin gibi anlamdı. Buna hakikaten hem de her kandak bir Müslüman yani bu zulümlerini bir vasıta biz yaşavatımız, halkımız şundak içiniş yaşavatıda İslam tarihimizi qarasak mı hem de hakikaten bir Müslümanın kalbinin hanımı abayı diyendek bir mümin bu menzilini körüp Meta Nasrullah Allah'ın yardım kaçan kildu deydiğen şekilde bir nida qılıvatı degan xalqimiz ham de. Mushu halimizga bu realligimizga bir ishga gap qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yuqorida bu ikki Zumrat xonim bilan Qalbinur xonimninki guvohligini ko'rganlarini angladik. Demak, buningdan vatanda bo'layotgan ish bütün inson insanlık zıt işler. Müslümanlık kılam emas, belki insan degan insan. Men insan degan her qanday bir insan qabul qilmaydigan, rad qiladigan, qarshi turish tegishlik ishlar. Çünkü yani insanlık yo'qotilyapti. Xo'sh. Yalnız Müslümanlık emas yoki Uyg'urlik emas, belki ve aşağıdaki insanlar şu Xitoyga o'xshamaganligi uchun özünün ayrım kimligi, ayrım şahsiyeti, ayrım medeniyeti, örf adeti, dini bo'lganligi uchun yo'q qilinmoqda. Demek bununla her qanday bir insan qarshi turishga tegishlik, her qanday bir insan bu zulmni yo'qotishga kuch chiqarishga tegishlik. Endi biz mushundaq kun bo'lgan vaqtda tabiiy holda bu musulmonlarga nimishqa mushundaq kun bo'lganda, Allah nimishqa bularni qutqazmaydiganda, Allah'ın yardımı kaçan kile, nimada kelmeydiğandı deymiz. Her kandak insan, her kandak bir Müslüman, mümin bunu deyişi mümkün. Yani deyişi gerek. Çünkü bu insana nispeten bu zulümün tarihine ait uzun. İnsana nispeten bu zulüm bek içinişlik. Qat'iy chidığını bo'lmaydigan mushundaq zulm.
Şuna bundaq zulüm bo'lgan vaqtda har qandaq bir insonga mushundaq Allohning yordami qachon kelar deydigan bir tuyg'u chuqur paydo bo'ldi. Bu tuyg'u paydo bo'lgan vaqtda biz Qur'oni Karimga qaytsak, masalan, mush tuyg'uning yuzida payg'ambarlar bo'lgan. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va uning ilgirki payg'ambarlar mushundaq ig'ir kunlarni ko'rgan. Ig'ir kunni ko'rib Allohning yordami qachon kelar debcho Allohning yordamiga intilgan. Qur'oni Karimda am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Sizlar ilgirki ummatlar kelgan musibat, xafalıqlar, sınaqlar sizlarga kelmay turib Allohning yordami qachon keladi deb mushundaq o'ylamsizlar. Shu ilgirki ummatlarga mushundaq xafalıq kelib, shu ummatlardan mu'minlar, payg'ambarlar Allohning yordami qachon deb mushundaq deb ketgan. Ashundaq degan vaqtda Allohning yordami nayt yaqin. Yani bu yerdeki maksat nima desa, biz baka o'ltirib Allohning yordami qachon kelar deb yig'ilganga kuch chiqarmay, tirishchanlik qilmay turib Allohning yordami qachon kelar deb duo qilganga Allohning yordami kelmaydi. Xo'sh. Chuqum mu'min musulmon bo'lib suhbatimiz bilan biz kuchimizning yetgan miqdorida kuch chiqarishimiz lozim. Tirishchanlik qilishimiz lozim. Tirishchanlik qilishimiz lozim. Shundaq tirishchanlik qilgan vaqtda ondan Allohning yordami keladi. Bu yerga berishdan burun biz o'zimizning haqiqiy Allohning yordamiga layoqatli odamlarmi yoki layoqatli emasmi? Ma tarafiga bakroq qarashimiz lozim. Chunki Allah subhanahu va taolaning yordami chuqum shuning layoqatli bo'lganlarga, haqiqiy Allohning va'dasiga ishonganlarga ondan keladi. Layoqatsiz bo'lib qolsa, iymoniy tarafdan layoqatsiz bo'lsa, axloqiy tarafdan layoqatsiz bo'lsa, Allohning yordami cho'q kelmaydi. Shuning uchun mush munosabat bilan men butun bizning xalqimizga chet eldiki, masalan, hozir biz tor dunyosi qaraydigan bo'lsak, men o'ylayman, bizning ichimizda Xitoyga qarshi tashviqot, Xitoyga qarshi bo'layotgan gaplardan ko'proq o'zaro birsi-birsimizga qarshi gap chiq. Birsi-birsimizga qarta munozirlar chiq. Birsi-birsimizga qarta tuhmatlar chiq. Xo'sh. Bu nimaga sabab bo'ldi desa, aynan Allohning yordamining kelmasligi sabab bo'ldi. Chunki talash tortish, shu Qur'oni Karimda xalqimiz shuncha vala ichinchi holatda turib, yana ma erkin dunyodikilarning bu qilayotgan ahvoli. Qur'oni Karim nima deydi desa, hatta iza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Sizlar talash tortish qildinglar, talash tortish, mag'lub bo'ldinglar, ishingni joyida qilolmadinglar. Xo'sh. Bu shunda qilinmaganlikdan Allohning buyrug'iga osiy bo'ldinglar, oxirisi shu sizlarning kuchinglar yo'qidi deydi. Talash tortish kuchni yo'qotadi. Xo'sh. G'albininki to'sanchisi bu. G'albin to'sirgan narsa nima desa talash tortish. Biz tariximizni qarasak 33 Cumhuriyet olsun. Saqlab qalanmaslik asosli sabab nima? Desa shu Cumhuriyetdagi kuch chiqarganlarningki birlashmaganligi. Xo'sh. Talash tortishga kirib qolganligi, o'zaro ba'zi hatto urush qilganligi, birsi-birsini masalan Xitoyga tutib olgan ishlar bormi? Keyingi hayotimizni qarasak hamda ta bugungi hayotimizga umumiy nazar solsaqchi desa, mushundaq o'zaro bizning jidallarimiz, talash tortishlarimiz, o'zaro tuhmatlar, quruq gaplar, vatanda qalbinur xonim deydi masalan. Boshda kirganlar kim ekan? Dindor ahli ilmlar, ustozlar.
Keyin mesela ziyolilar. Xitoy bizni ayırmay hujum qildi. Xo'sh. Dindorlar bilan başladı tabii halda. Chunki Xitoy necha yillik tajribadan yakun chiqadiki, bu vatanni bizning umumiylik qo'limizga elishni, bu xalqni osmonasiya qilishni to'sab qilayotgan narsa asosli dinkan. Bu din yo'qolsa, ondan bu xalqni biz xitoylashtira oladi ekanmiz degan yakunga chiqarib, shunga dinga umumiylik hujum boshladi. Bugungi biz chet eldagi hayotimizni qaraydigan bo'lsak, bir muncha odamlar bor dinga hujum qilayotgan. Dindorlar hujum qilayotgan. Dindorlar ani qilib, dindorlar bo'lmasa ular bir narsa qilgani yo'q. Bir kishinin bir hujum qilgan yeri yo'q. Xo'sh. Biz har qanday odam bo'lsa, Sharq Turkistonning ozodligi uchun mush da'vo sipida kim bo'lishdan qat'iy nazar birga menish Xitoyga. Har qanday odam bo'lsa, samimiy bo'ldi ekan, rostchil bo'ldi ekan, u alaqa, u shaxsning fikri, iddisining nim bo'lishdan qat'iy nazar biz dushman qarshi turish uchun bir safda menishimiz lozim. Shuning uchun biz umumiylik qalbiy tarafdanmi saplashishimiz lozim. Xo'sh. Nurg'un insonlar o'zi masalan nimish qalbi kelmaydi, Allohning yordami nimish kelmaydi bizga, biz nima qilgan bo'g'iytoq deydi. Shu vaqtning o'zicha desa, qalbi nurg'un kasallar bilan, mayli u takabburlik kesili bo'lsin, mayli yolg'onchilik kesili bo'lsin, mayli o'zidan ajizlarga zulm qilish bo'lsin, nurg'un kasallar bilan to'lgan. Nurg'un kasarga giribtar bo'lgan. Xo'sh. Shunga bu haqda burunqi bizning salaflarimiz deydigan olimlarimiz har qanday yerda, masalan, askarlarning ichidami qachoniki bular Allohning roziligi uchun deb ma'alaydigan holatda bo'lsa, bularning g'alba qildiganligi. Xo'sh. Qachoniki boshqa g'arazlar buning aralashib qolsa, shu g'alba qilinmaydi. Umar roziyallohu anhuning bir so'zi bor. O'zi askarlarni urushga yo'lga solgan vaqtda deydi, Xo'sh. sizlar dushmanlarningki Allohdan yiroq bo'lganligi, nurg'un jinoyatni qilganligi, mayli zulm bo'lsin, o'g'irlik bo'lsin, boshqa axloqiy jinoyatlar bo'lsin, nurg'un axloqiy va siyosiy jinoyatlarni o'zaro birsi-birsiga qarshi sodir qilganligi uchun urushda g'alaba qilasizlar. Ularningki kuchining ojizligidan emas, Qarshi tarafdagi dushmaninglarning. ha, dushmanninki Dushmanning, ha. her tarafdan axloqiy tarafdan chiriklashganligi, zulmning ko'payganligi, ularda eskilikning ko'payganligidan biz g'alaba qilamiz urushda. Agar qachoniki sizlar aşağı o'xshash bo'lib qolsanglar, ya'ni o'zaro zulm bo'lsa, axloqiy chiriklik bo'lsa, buzuqchilik sizlarning ichinglarda bo'lsa, avlar bilan o'xshash bo'lib qolsanglar, u chaqda andan kuch bilan bu ish kuchib qoladi. Ya'ni kimning kuchi jiq bo'lsa, askari jiq bo'lsa, quroli yaxshi bo'lsa, shu g'alaba qiladi urushlar. Bu Alloh tarafdan keladigan yordamchi kelmaydi degan. Shuning uchun biz bugungi kunda bizning dushmanimiz zo'r bir kuch. Xo'sh. Bu kuchga o'zimizning ichki sifimizni mustahkamlash orqali, o'zimizning o'zaro birsi-birimiz qilayotgan zulmlarni to'xtatish orqali, haqiqiy shu dushmanga bo'lgan o'chmanligimizni shu dushmanga bilan qartish orqali o'zaro bizning ishimizda hozir asl qat'iy inson nomusqiydek vaziyatlar bor ishimizda. Xo'sh, xo'sh. Ajoyib bu sapkir qalayimqan ish qilayotgan nurg'un qalayimqan ish qilyapti. Buningga umumiy xalq bo'la suhbatimiz bilan qarshi turish kerak buzg'unchilikqa. Ham nurg'un Xitoyning jasuslari bor. Nurg'un Xitoyning jasuslari hozirga qadar bor. Xo'sh, xo'sh. Shuning uchun bundaq bir vaziyatda o'zimizning ichki safni mustahkamlashimiz lozim. O'zimiz Allohga bo'lgan yaqinligimiz, qulchiligimiz, zodi bizning kuchimiz yetmadi, ey Alloh ma dushmanga o'zlar yordam berslar degan yerga kelgan vaqtimizda Xo'sh. inshaalloh Alloh yordam berdi, lekin biz tirishchilik qilishimiz lozim. Umumiylik kuch chiqarishimiz lozim. O kuch chiqamay, maydonga tushmay turib, baka o'ltirib, Allohning yordami kelmadi desak, Allohning yordami kelmaydi. Intansurulloh yansurkum. Tamam. Bu bizga munosabatli. Allah razı olsun, gayet güzel içip hele.
Endi Mir Kamiljon uzun yillik jurnalist ham yozuvchi. Bu axborotni nurg'un ajrlarni singdiryaptilar. Endi biz ba'zida nurg'ulg'an shunday ovozlar anglaymiz. Biz Uyg'ur xalqi anglatanmadi, haqiqiy Sharq Turkiston demasini bo'layotgan zulmni, bu vahshiy Xitoyning jinoyatlarini anglatanmadi degandek. Men mushada mushunchalar bugungi xalqaro kishilik huquq kunida albatta bizdan boshqa nurg'un g'arb axborotlarda bizning masalalarimiz tilga olindi. Va oxirgi shu Xitoyning bu lager jinoyatlari vahshiy oshkorlangandan keyin bugun dunyo yuzida bu tilga ilinmagan, bizning masalamiz tilga ilinmagan hech bir axborot qolmagan bo'lsa kerak. Endi mushunda bir nimada siz bir axborotchi bo'lish tutganingizda shu sizning ko'zingizdan qaragan vaqtida Sharq Turkistondagi zulm axborotda yetarli tilga ilindimi? Uning ta'siri qanchalik bo'ldi degan bo'lsa? Burunqada seliştiği vaktimizde, bu 2016'dan keyin, yani 2016'dan burunqi vaqtda seliştiği vaktimizde, axborot sohasida mayli Türkiye'deki olsun, mayli xalqarodagi fevqalatlı bir zor derecede bir ilgirleş var. Yani hazır mesela Türkiye'nin misalıyla besler, her gün Şarkı Türkistan doğrusunda hiç bulmadan bir işgidar makale ilan kılınmadı. Haberli sanmayın. Şunun okşayış, çetel axbaratlarda olsun, xalqaralıq televizyonda olsun, hazır hem de asasen axbarat sahasida muhim kriz, muhim mesele qatarda Şarkı Türkistan meselesi en alt qatarki mesele, en gün tartibdagi qiziq meselelerinin birisiga aylandi 2016 yıldan keyin. Hazır men shunda deb dunyoda hamma yerga qarasak, asasen Şarkı Türkistan ve Xitoy tilga ilingan har qanday chog'da Şarkı Türkistan meselesi bu birlikte tilga ilinib kelyapti. Mayli bu davlatlararo diplomatik munosabat bo'lsin, iqtisodiy munosabat bo'lsin, ish bo'lsin, hamma narsada Şarkı Türkistan hazır halklık, mutluluk amılga aylandı dünya siyaseti. Bu mu şu hem şunun bu okşaş bu axbarat ilgirleşlerimiz, bu ilgirleşme olduğu için yani bu hemşehrimiz Zümrət Hanım'a okşaş, Qalbinur Hanım'a okşaş, kahraman qarindaşlarımız, singillarimiz ve başka qarindaşlarımız lagerdan chiqqan ve çıkandan keyin meclisine girip erkektek oturuğa çıkıp aşağıda köygen, bişidin ötken bütün zulümünü halkara anlatıp kıygan tahminen 200-300'ge yakın şu halkara matbuatında ornagan qarindaşlarımız var. Bunun kahramanlığını bunun da pek çok rol oynadı diyebiliriz. Bunun tesiri bilen, bunu bu şekilde tesiri bilen hem de Avrupa ve dünya en ikinci kıtım bunda iş kayıt yüz vermeydi o diye lagerinin Germaniyada oturduğu Natsla kurgan bu lagerinin Şarkı Türkistan'da mı kurulganlıkını bütün dünya asasen tonup yetti. Tonup yetkenden keyin endi zade bunun axbarattaki tesiri bu oldu. O da tonup yetken oldu. Bunun tesiri de Xitoyga nisbeten nurg'un davlatlar Avrupa'daki Kanada olsun, Amerika olsun ve shuningdek bir necha davlatlar Xitoyga resmi bir şekilde embargo yürgüzüş ve bazı şahslarını embargo tizimligiga tushirgizish, shuningdek Sharq Turkistondagi zulmni irqiy qirg'inchilik deb parlamentda qabul qilishga o'xshash Kanadaninki parlamenti talab sunganga o'xshash bunda talab sunishlar o'tirg'i chiqdi. Yani axborot sohasidagi ilgirlashni shu deyalayman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Qisqa bir şekilde ifodalab berdingiz. Yana keliman hali birdamdan keyin endi shu Qalbinur Hanım siz şu ayollar lager meselesi kelib to'xtagansiz. Shu yerdan boshlab biroz qilsangiz, undan keyin Zumrat Hanım biroz bir anglasa, davom qilsak. Qani marhamat. Ben 9. aydan birdan başlap şu Togun'da kurulgan ayollar, yani kızlar lagerga aşağıya ders tayinlendim. 2017 yılı. 2017 yılı 9. aydan biri. Xo'sh. Bu yerda asli 6 ay turishim kerakdi. Ben bu yerga dastlabki kelgan vaqtimda
yana shu erlar lagerda ko'rgandek manzara shu binoni ichiga kirsam-mo, saqchi harbiylar qurolli turibotgan. Uning Neçə min ichidagi kişilik manzara lagerdə işsiz kirgan şu vaqtdaki? bu muşun ichidagilar men 7-8 ming hatto 10 mingga boradi deb o'ylayman. Chunki bu 6 qavat silingan, to'g'ri silingan bino ekanda, böyle balkonlar yo'qlamchi, ayrim bir eg'izda silingan. Lekin buning ichidami shu har bir masalan kamerning ichilaridan etib chiqib, mundaq dars kirib jarayonda men ko'rdimchi qarab. Buning ichidami shu 50 dan 60 dan ashuna qizlar ko'prakka %90% desem artık etmeydi. Aslatiyatdan kızlar. 10% şu 50 yaştan yukarı 70 yaşlılar. 10% egelaydigan. Bu yerga kelgandimi men şu 6 qavat bino, har bir qavatga birdan sinf tasdiqdi bu binoniki. Dastlabki kirgan vaqtimda menga darslikni berdi. Birinchi soat birinchi qavatda birinchi saf kirsam o'rlashtirish qilib meni. Shuning bilan darsga kirmay turib boshlagan meni apmoqdi u vaqtlar shu munosabatli kishilar. Shuning bilan birinchi qavat kirishimga degan kuch to'saq shunchalik mustahkam bir men bunu nim deb tasvirlasam desam bir Amerikaning kinolarida ko'ramiz biz eng vahshiy eng yomon kishilarni so'laydigan türbelerden bir vekşi deb kaldım ben aşı derecede şu kat aşında tosaktan kirdi ekanmiz buni ichiga anadaki aşı darsxon kirdingiz mi şu derecede shunchalik mustahkam ashlar qilayotgankan buni ishimni shuning bilan bu darsga boshlab qaragan vaqtimda men bu qizlarni ko'rdim bu qizlar shunchalik bekchi odamning ko'pligidan Abay Zümrət xanım degəndə ko'chada shu Uyg'urlar faqat tomog'on o'xshaydi Uyg'ur qizlar deysiz haqiqatan. Men nim degancha odam bu, nim degancha bu deb ketdim. O'zim qanday deb ichimda qolmay ketdimda, shu cho'ng zal sinfga 3-4 boyliq mig'miq odam deymizmi endi. Bizni oldimizda taqama Tumurchatka. Qarasam bu qizlarning hammasi tekshi chechib tushirib bularga o'xshash kulrang ashuna kiyim kiyyapti. Üstüde yana şundak aşı absilenlerinde şundak ciltki varken onun üstü numara bir sığılıp aşılar qarab bir dersimde mi qandak şekilde başlap qandak ötüp çıktım hazır oylama tasavvur qılamayman onu qandak ötdi şu vaqt hayatları ben hazır oylasam shunchalik vayim detirma abay degan o'xshash uyqu yo'q tomoq degan shu darajada bekshi men dastlab kirgan vaqtimda menga shu kuchurg'ini bu yerda men bir tunishim uchrab qoldi bu yerga nima qilib ketgan bundaq nima deymiz endi ashadikilar so'roq xotirasi og'ilib ketgan yana bir xitoy soqchi bor endi shuning bilan shu kirganda birinchi kamerdan tumir eshik bundaq tomoq tunagan yerdan so'zlashib ketganda men kirdim bu men qarab voy sen bu yerga darsga olma degan dedim sen sen biz bu yerga xizmatga keldik shuni deyishyaptimiz Yanımızda bir zembilde ki harbiy bir qizalni kutib achib turibdi-da. Maash dastlab birinchi kuni borgan vaqtimda shunday qiz olmishlar qaradim, chiroyli qon degan narsa yo'q u qizniki, endi shu o'lganmik dedim men. Shu chet achib ketdi, u do'stimni qaradim, men qaradim. Qarab yurgim degan shunda bir xil aytib ketdi. Shunda hech qanday gaplashmadi. Gapimay shunda men kirgatim tushdim, qo'rodi ko'rish ayoldi dedi u do'stim. Shunda kirib normalda tasarruf darsimni ütüp çıktım. Çıkıp korudu, görüştük o dostu bilen sözleştik endi. U yerda pek çıktı, yaklaşık bo'lmaydi. Shundan atiga ishimiz uchirgan qizlarni sanadi. Bildimmi, qizlarni agatdan tursa. Men xabar topdim, biz shu mishay bashlar ehvollarni egaliga kelgan, bizni yuqorini evatdi. Bu yerda Xitoy soqchilar ishlashni yaxshi ko'rdi ekanda, bu yerga talishib keldik ekan, qizlarga qo'g'ashqa. Shuni ular mashanda azroq egallagan bo'ldim bu ishlarni. Ben dedim lekin o qizal qanday qo'ygandi men qizalni qoldi desam o qizalni bularga chunki odat o'qitish deymiz endi men bu yerda normalda davra chunki rasashda bo'lgan ish odat o'qitish o'qilurdika bularga bir talda dori berdika chunki uni ko'p qag'ab ketadi endi bu yerda qizlarga qo'yg'ashqa ana lekin qonaldika bo'ladimi endi bularni shu berayotgan mol berayotgan suyni ichidimi odat o'qitish o't cheklash ashuna nimalar bor ekanda shularni berdik ekan shu o'qilish jarayonida aqzalni odat to'xtamay 1,5 oydan ortiq to'xtamay qansirab doktorxona boshqa yoqqa o'tkash jarayonida aqzalni qazo qilgan dedi menga shuncha ko'nglim yarim bo'ldi chunki mening qizim bu yoqda o'qiyotgan bo'lg'achqa men qizim bilan ko'rishamagan bo'lg'achqa shunda ko'nglim yarim bo'ldi uning do'stlari yana men dedim bu yerda qizlarni so'roqlar jarayonida shunday qilib har xil shaklda tafsirni qildik deb anladım desem shunaqa shuni egallab keldik bu yerda avjib ketgan bo'lg'achqa deb bu yerda
Sakçılar şu nöbetleş seni kılırken ya da kızlarını her türlü şekilde intihar mesela ben değişkim ketlemeyim abi. Şunçalık ağır. Ben kandan şekilde değişimini mi bilemey kaldım lazım. Şu nöbetleş her türlü şekilde olanı kıynap, seni kılıyıp, horlap, öz ihtiyarı yaşına kılırken hatta şu bazı aşağıda değişken anlattı. Bunlar bizim halkımızdaki çimindeydik hatta şu mesela Xitay hem de halkımızdaki biz palaklı bulan 10 tarafta uzak mı ödüdü, bari son tarafta uzak mı ödüdü dep aşağı değiştik şu derecede aşağı halkımda oyuntup kaldı şu kızlarını şunca kızlarını şuna olan anlap için konumu yerim oldu ama normalde bir şeyde ders aşağı bir şey devamlaştı. Bu yerde bu aşı ders kırgen çıkan aşağı kızlarını gözüm çılkıp durgan boğaşka körüp durmay alanı bazı kırıp oturamaydı ola şunda testleri azaplanışlarını yaşlarını körüp durmay ola oturamaydı mağanmaydı onu kırıp çıkışlar yanına çünkü ola ders kırıştı çıkan vaktlarda ondan dekin ben dikkat kılmanda çıkış yaradım şunda avaylap kopudu başlarına kara biz kılma bu kızlar şunda ayakır depsende aşağı horluk uçuran kız kendinden şuna dep özlemdeki şunçilik tutulanma aman onun içinde çünkü hemen ya bir kamera bu başka ondan dekin aşağıda neçke ötkendan keyin ders tutuvatsam bir kız çaqadı kan normalim dep başka oturdu bir yerde ona hiç qarangı bu başka taz enip tunuqlanmaydı ki çaqagandılar derhal şu nimede kanayda bir testini bir avaz geldi. Uyghur tilida gapirma deb bir vaqada shunda qattiq. Shuni ashima avaz chiqayoq qarsam, men chunki u qizlar chechi tushiritilgan boshqa tunyamidim, men o'zim bitqizimda endi kompyuterda yetdi oyoq kishi bodimmi? Shularni yetkab akaga o'xshaydi, mishatda shu bir o'xshaydi dedim. Shundan darsini o'tibadi. Bu yerdagi bu fojia ishlarni men hech kimga demaydim. Men avay degandek tuqqanlarimga hech kimga demay ichimda boshqa ötü bu işler. Yani ki bu yerde kızlarınki hem de tazlık uyu mağabetin tazlık uyunda kaldım. Her bir kamerada içindeyken de bu tazlık uyu. Aşı içilip yıplığatı ben şunu dikkat kıldım. Yani ki aşımda kapı üç tane altta kesekini koyup yola bir çilek var ki çilekini kündü nöbetleşip yola tazlık tüküdü ki uçukçılıklam ki bu. Yani ki bu yana erler kanıt okşumaydan bir yeri buradan opçu muncusu var ki 15 günde bir muncu kırdı ki 15 minutke vakti. Bularning yüzlüğüne vakti 1 minutga kunda şu vaqtlar tamoqlarimiz şu bir tane mo'ma bir tane quruq şu ana keyin kechda bularlik mesela darslar bilalsa yoki shu qizil naqshlarni yodlansa aytolsa berdiga bunisi yo'q ekan shu darajada bu yerdagi ishlar haqiqatan bek fojia bek ichilishdi ana keyin aşağıdaki qizlarning nurg'unlarini to'g'ri cheklash operatsiyasi qildirish, uzuk soldirish deganlarni davomli qilib turdik ya, qizlarni, ayollarni. U vatanimizda uchirmagan hech kim qolmadi deb o'ylayman men. Shaxsan men o'tgan yil mushaqqa men uchirdim men. 50 yoshga kirgan bo'lsam, men garchi men tug'mayman, mening bir qizim bor tursa. Men uni qilsam bo'lmam deb kirib ularga tushuntirgan bo'lsam, yo'q, bu amal yo'q. Buni biz tushungan ishimiz. Buna şu doktorlar bilen şu mesela şu operasyonu kıvız ya üzük sağız dediğim netice kağıdını ekip topşırdık biz. Bunu sakçılar gördü. Sakçılar eğer bunu masaj mesela kımızla sakçı kanır verip tümür olup toplantılarda başı derecede. Şuna Mehmet özel uçurdum bu işe uçurmadan iş kadar bir Uygur kız Uygur ayamları yok da oylaymayın. Muşinçilik facia adaytın yuqurdu ben dedi. Muşinçilik içilişlik muş saat muş dakikada qanchalik içilişlik facialar bo'lyapti. Qanchalik qizlarimiz, ayollarimiz eg'irlarni depsanlar qilyapti, xo'rinlayapti. Erlerimiz şu ana ata-onalar bolalarini ayırlyapti. Erler ayollaridan ashlab ayırlyapti. Hatta narsida bolalarimizning bolalar kampirlari var, yesli kampirlari var. Şu bolalarimizning qanchalik nola qilyapti, içilishlik qoldi. Shular hammasi bu bir g'aflat. Tushko'rayotganimmi deb o'ylayotgan mumkin. Mushincha ular fojia turib men shunaqa hayronman. Nima uchun bu ajratishga mushadik. O'zimizning qarindoshlari hatto boshqalarni demayman, bu boshqa millatlarni. O'zimizning qarindoshlari hatto ishonmaydi ekan mush ishlarga. Mush vaziyat boshlanishdan bulandigandu, rostmidi shu ish deyishim men shunda hayron qolaman. Ana kim shay nurg'un namoyishlar bo'ladi, masalan bu namoyish ham chiqmaydi ekan hatto men mishalish kerakda
gap qoldi. Shunchalar fojia turibdi, shu yana ishonmay turib qandoq bo'lgan ishonmoqchisiz zodi. Bütün Uygurlar kırılıp tügep, aktarışıp kapıgan işlemekçimi. Yani özüm çıkmaysız namayışka, hiç kandan guvalık bir şey tuttusun, namayışkan çıkamaysa da öz olduğun bir tane muyunuzu mıhtar köy çıktırat kılamaysız. Yani demiş için mesela guvalık belgelerde, yani demiş için ondan aldı kendi yaptırırsınız, hatta guvalık beğenmedi dediniz. Guvalık beğensin demiş için tukallarını oynamaydı, özü oynamaydı dediniz. Hatta ki yine tutsuz arka şekilde telefonlarını urup, mesela Facebook'tan siz, WhatsApp'larda gaqilib ularga guvohlik berman demiş siz gaqilib, yaşamamsız erkin ol deysiz. Veya ki guvohlik bersin özünüz için berdiniz, özünüz için berdiniz. O'shani men ayiraman. Qanday o'zi uchun beramda o bir guvohlik bersa, shuning uchun obaytin degan o'xshash. Men o'zimizniki shu muajirat, o'zimizni Uyg'urlarga shunchalik hayronman. Shu ishlarga ishonmay küçük turvatqınıga, şunchalik namoyishlar chiqqanligiga, o'sha bizning qancha dushimiz bo'lgan o'sha Xitoy kofirlarga qat'iy qarshilik bildirmayotganiga, o'zini harakati bilan bildiramiz, tili bilan bildiramiz. Boshqalar sizni qo'g'dimay, masalan sizni qo'llamagan holatda bizning bir gap bor. Yaxshi qilamisan, yomon so'zlarga chavak chammoq qo'llama deydi. Hatto tamomlash deb berganlarga shunchalik hayronman. Men shunday qilib o'ylasam ideyadan o'tmaydi bu ishlarga. Hakikaten doğru dediniz yani. Hem de siz abayma erler lagırda tuğa vaxtınızda mı kızlar lagırda mı mesela hatta ulanınki ismini mi sorayamayısınız ama siz ben yapınızdan qaraganda. Yok mümkün emas so'rash. Ama nomer var emas, nomer chaplaqni so'rash mümkün emas. Bu haqiqatan. Xo'sh. Hakikaten işin iş ya. Sümret Hanım sizden biraz anlasak hamle. Xo'sh. Endi men mush chet elga kelganda endi shunchalik bak ochig'imni keltirgan bir ishlar bo'ldi-ku. Men chet elga keldim. Kelgandan keyin bu insonlarning og'zida faqat 1 million musulmon, 1 million Uyg'ur musulmon lagerlarda degandek gaplarni anglab men buni bak qattiq chiqim keldi. Chunki biz ko'rib keldik. Bu insonlarning nurg'ini bir uydan 4 dan 5 dan odam yo'q. Uni hisoblaganda bu 4 milliondan 5 milliongacha musulmon lagerda. 4 milyondan 5 milyonga. Kelganlikim men bu ishga bak qattiq chiqim keldi. Hatta desam oshirvatding dedi Qadimir xonim hozir degandek-ku. Unda bak oshirvatmanglar, bak hadida hisobsiz bo'lib ketmasin deb Xitoy artistak gaplarni qildi. Anadagi bugun inson haqlari kuni biz Uyg'ur musulmonlari bo'lib Uyg'ur musulmon ayollari o'zimizning badanidagi, jismimizdagi a'zoyimizga biz ega bo'lamiz. Yoki kesib ilib bitilgan yoki itib qo'yilgan, qo'yilgan degan yoki operatsiya qilib o'zimizning ixtiyor emas kesib evitildi bir a'zoyimiz. Biz boshqa davlat, boshqa dunyodagi Uyg'ur, boshqa davlatdagi ayollarga nisbatan biz haqiqatan ojiz o'zimizning badallariga ega bo'lolmaydigan bir ayollar. Bika açlık turmalar yatadigan bedellerimiz kesip evet özümüzde bedeniga bir ega bo'lolmaydigan aciz ayollar biz. Hatta şu Xitoyning turmalarini hozir men kelgandan keyin oldimki nurg'unlar deydi davanchiqda turmalar bor deydi. Xitoy shunchalik tez harakatga tushgan. Hattoki burun ishlatmagan yasli yoki maktab va yoki o'zining hukumatning binolari bo'lsa buni shunchalik tez da şu her bir rayonda mesela Ürümçi'nin hesabına Ürümçi tug'ilib cho'g'an Ürümçi'ninki hesab qilganda mesela Tianşan rayonu, Yangishan rayonu, Todonxabar rayonu degandek rayonlarni ayrim holda her bir rayonda 5dan 6gacha aşında tutib turish lagerlari bor. Men bu chet elga kelib birinchi 1 million degan xalqning og'zidan anglab men bak ochig'im keldi. 1 million emas, az olsun 5dan 6 milliongacha Uyg'ur musulmon turmada. Yana birisi bu davanchangda bor shu turish lageri deb hammadan shu map orqali xarid orqali ashani kuzatib ashani cho'ngaygan so'rayganlarni ko'rib turadi. Amaliy har bir rayonda 5dan 6gacha tutib turish rayoni bor. Tutib turish markazi bor. Buni shunda chiroyli o'rganish maydoni shu ishi nima qildi işte andaydi amaliyotda bu endi hesapta mushu onundaki bu chet elga chiqqandan keyin heliq o'ynayotgan qizlarga qarab hayron qoldim. Bu qanday qizlar, neriki qizlar?
bu qanday bo'lib bu tekshiruvchilar kelib bularni bu oldiga chiqarib oshunda qilgan holatda bizning hammamizning chechimiz kesib etdik. Biz turimiga kirdik, ertasiga chechimizni kesib etdik. Bu Xitoyning hiylagarligi endi ash ayollarning hammasini nalardan ashyochida ishlagan ayollarni va yoki hukumatning o'zida ishlayotgan saqchi yoki aholilar oyda ishlaydigan yoki mahalla komissiyada ishlaydigan ayollarni ashunchalik tez darajada bularni yasab ashundaq sahnani hozirlay oladi bo'ldi. Hech qaysi lagerning ishida turganlar emas. Yo'q, mumkin emas. Men ishonmayman. Bizning oramizdagi Qamnur xonimni ko'ribdan bizning hammamizning chechimizni cho'g'an Qamnur xonim bormini. Qamnur xonim bana o'zi ko'yda o'qituvchi bo'lish sifati bilan ashunda holatda bizning chochlarimizni kesitdi. Biz hatto biz inson haqlari kuni biz o'zimizning qinimizga ega bo'lolmaymiz. O'zimizning a'zolariga ega bo'lolmaymiz. Ashunda bir ojizdan ojiz bir Uyg'ur ayollar bizlar. Dunyo bo'yicha ojiz deyilsam bizdek ezilgan, bizdek endi bizdek ig'ir kunda qolgan millat yo'q dunyoda. Hatta men bir misolni deb bergim kelyapti. Endi bu bir satraq misol. Bugun bu sizlarning oldinglarda mush gapni deb beray. Endi hatta Uyg'ur qizlari uydagi a'zolarini, oila uydagi a'zolar turgan bo'lsa, bu hozir aholi komiteti xuddi burunqi zam gapning satini qarasam, dalloldek rolni o'ynab hozir. Sening uyingdagilar turmidi ekan va yoki sening dadang yo akang seni lagerda ekan, sen palonchi shovang bilan to'y qilib olgan, yo pistonchi bovang bilan to'y qilib olsang, sening uyingdagilarni achiqish oddiy oson bo'ladi deb, yiliq bichar qizlar o'zininki qurbonlik berib uydagilarni achiqish uchun yiliq shovang bovangni o'zlari topidi, onadiki shuni bilan to'y qiladi, onadiki birdam dadasini chiqirtirdi yo inisini asta chiqirtirdi, ularga gap qilmaysa deb, yiliq qizlar qurbonlik qiladi. Chunki ular ashundaq to'y qilsa Xitoyga onadiki oila a'zolarini qildirib chiqartirdi. Mening bir qo'shnimning bir misolini deb beray. Bu qiz 18 yoshga kirmaylam bir zavodda ishlaydi. Xitoy o qizlarni yaxshi ko'rib qolib, buni bilan men to'y qilaman desa, u opsi unmaydi-da, darisi lagerda, inisi lagerda, o'g'li bilan yo'ldoshi lagerda endi. Buni unmaydi, bu darisi o'lima kishi 5 vaqt namoz o'qidi deb kirib ketgan. Shu bu mumkin emas ishda bu. Unmagandan keyin bu Xitoy uni shu o qo'shnimiz mening dadamning qo'rasida o'tirgan Qashqarga ko'chib ketdi, Qashqarga gap o'qitib ketib berganman. Shuni bilan dadisi kiribdi. Dadiga kirib, men bu qizingni yaxshi ko'rib qolgandi, men qizni. Ikkimiz shunda yaxshi o'timiz, opsi unmayotdi. Shuni bilan bu opsiga birdam soqchiqondan uya-buyadan kiribsan, buningga qizingni berish unmabsa, sen Millatlar Ittifoqligiga teqi nim qilding, xilop ish qilding. Bu sen qizingni bermaysining ideringdan masala bor deb, yiliq ayol o'zining yo'ldoshining 20 yillik kesilganligini bilmaydi ekan. Shu yerda soqchining og'zidan ering o'xshash 20 yil yotamsa degandiki yiliq ayol meni erimni yo'ldashimni 20 yil kesilibdi deb o'ylaydi. Oxiri yiliq qiz bola tizimlab o'tiriblam. Voy men opam bilan hech qanday munosabatim yo'q bo'ldi, men shunga tegma deb uydik. Ya'ni uningda kichik, ya'ni 3 inisi bor yiliq qizning. Oxiri yiliq Xitoyga men tegma bo'ldi, opamdan kelsam ketma bo'ldi. Opam inimlarimni boqsin, men bunga tegay deb oxiri yiliq qiz bola yiliq Xitoyga tegdi ekan. Tegib bir 20 kun demdi, bir oydan keyin demdi u qiz bola opasini deb bergan gapim mol. Yig'lab o'ndir ketib uyga ashta kirdi kesh o'g'anda. Nim bo'ldi desa, biz Uyg'ur ayollari azaldan pokiz. Bugun men endi bu satga bo'lsa-mi davlatda biz ayollar Uyg'ur ayollari mabbet pokiz, biz bet pokiz xalqmiz. Ashundaq qilib o bichara qiz bola ahli sunnat bo'yicha tozliq qildi o'zini. Shuning bilan bu Xitoy sen yana sening qillingda diniy asabiylik bor ekan. Sen nima uchun bunda tozliq qilsa deb bu o'zining bir qizvolning oddiy qilgan o'zining tozliqini berib dodi berib deydigan gap. Mening ayolimda yana ideya bor ekan, shu bu tozliq qildi o'zini deb. Shuning bilan u tozliq qilganligi uchun hali qizvolar o'zining Xitoyning askiligidan o'zining ayolining tozliqini dodi berib deb u dodidan u qizvolni yana Xitoy bu tekkan bo'lsin yana 15 kunlik tozliq qildi. O'ziniki azayda tozliq qilib ahli sunnat bo'yicha hali qizval musulmon azalda tug'ilgan musulmon amalni yo'qida Xitoyda hali qizvalmi shundaq shu men Xitoyga tekkanim bilan meni yana isyodim men musulmon men hargiz dinimdan kechmadim deb ashta deb ketgan qizlar o'zininki bir shaxsiy tozliqini qilganga bu Xitoylar unda ishni yaxshi ko'rmaydi o'xshaydi tozliq qilishni. Shunimi dodiga chiqib deb
Ma bu tazliq qildi. Bunun ideyasi yana islomiy din ilqi mikrob babınında shundaq bir kasal bakar tiq bu o'ngshalmabdi deb yiliqi bichar qizlarni yana qaytadan 15 kunlik dadi tazlaydigan, yana bir qildigan, yana bir qildigan qilib, eng oxir bundiki qilamsa, buni yoshlaşlik qilamsa degizib, endi o'lib asaq, endi imanimizdan keçib qolamiz, lekin vatandagi 90% adam resmi candan to'yib qoldi hesabda. Hech kimning bunda yashig'isi yo'q. Xo'sh. Hakikaten nima deyishimizni bilmaydigan bir shaklga kelib qoldik. Damlamda biraz mushu mana mushundaq tajovuzchilarniki, mushundaq zolimlarniki vayron bo'lishi alohida bir qancha bir insonlar bilan. Biz yuqorida yurgimizni nayt ezdi, yuqorida anlagan gaplar. Biz burunmu neç qatim anlagan bolsaqmı, hozir bevosita anlab texmu qalbimizdagi bu zalimi bo'lgan o'chmanlik ulg'aydi. Xalqimizning bu zalimi bo'lgan o'chmanlikni unutib qolmasligi yuqorida degandek hozirga qadar nurg'un odamlar bexud yashayotdi. Yani Xitoy o'ngishilib qolsa vatan ketimiz degan mush ham xiyol bilan yashayotgan nurg'un insonlar bor. Bularninki uyg'onishini, o'zininki zemini bo'lmasa, davlati bo'lmasa, kelgusining bu qat'iy yo'qligini tunishi bu bek muhim. Ikkinchi o'lab biz tarix qaraydigan bo'lsak, bütün insonlar tarixiga tarixdan buyon chekidan oshgan zolimlar yo'qlab kelgan. Bu bir haqiqat. Birinci olarak Kur'an-ı Kerim qarsak, mesela Kur'an-ı Kerim'de Samud kavmi deydi, Ad kavmi deydi. Ondan keyin Nuh Aleyhisselam'ın kavmi mesela. Firavun. Hoş. Nurgun zalimlar ahiret şu halaket bilen yo'qolgan. Firavun mesela Samud Ad kavmi Kur'an-ı Kerim'de deydi, men eşeddu minna quvvah degan. Degan bu nima gap desa, bizning kuchlik yo'q. Bizning kim kuchli yo'q? Yani ular shu zamonda shunda taraqqiy qilgan. Gullangan, taraqqiy qilgan bo'lg'achqa bizning kuchlik yo'q deb mushunda o'zini eng kuchlik, hammadan ustun chaqlagan vaqtda zulmni kuchaytgan, shu orqali shu oxirsida Alloh subhanahu va taolo buni fa'akhazatuhumus sayha. Qattiq ovoz bilan bularni halok qilgan. Demak, Firavunning vaqalib qarsak, bizning vatanga ajoyib tushdi masalan. Firavun Qur'oni Karimda bayon qilgan nima desa, bu bir tushkurab tushida Bani Isroildan bo'lgan bir balaninki bu Firavunning hokimiyatini ag'dirib yitirganligini ko'rgandan keyin maslahat solsa vazirlarning hammasi degidek Bani Isroildan tug'ilgan erlarning hammasini, o'g'il balalarning hammasini o'ldirish lozim. Deb maslahat bergandan keyin bir millatdan tug'ilgan bütün erlarni, o'g'il balalarni o'ldirishga buyurgan. Shu orqali o'ltagan bu. Shu Qur'oni Karimda bu o'g'il balalarni o'ltadi. Qizlarni xuddi Xitoy bugungi kunda qilayotgandek dafsarda qildi. Qizlarni dedekka aylantirdi. Bu shunday qilganligi uchun Allah subhanahu wa ta'ala şu ahirisda bunu halak kıldı ve Musa aleyhisselam ve ergeç küçüllerini Allah saklap kaldı. Yani bunu gırk kılış bilen halak kıldı. Şu Kur'an-ı Kerim'de وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. Nurgun ayette وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. Nurgun ayette biz nurgun halkını, nurgun rayonunu bima zalemu degan nima bilan zulm qilganlikdan halok qildik deb bu haqiqatni bayon qildi. Qur'oni Karimda bu to'g'riliq nurg'un voqealiklar bor. Biz yaqinqi zamonimizga kelsak, masalan, yaqinqi zamonda mayli masalan Istanbulni so'g'an burunqi Rim imperatorisi bo'lsin. Masalan, 400 yildan oldingi voqealik. Dunyoni so'raydigan hokimiyatlik.
Ular yo'qoldi, onun başqalar keldi. Onundan keyin masalan Rusiyani desak, masalan, Rusiya kim o'ylaydi masalan bunun 50 yil burun Rusiyani bir adam menimcha dunyoda Rusiya parchalab manchi davlat o'qitiro deb o'ylamaydi. Dunyodagi bu g'arb alohida alaqa kapitalist tuzumi bilan dunyoning bir tarafi bo'lsa, ruslar kommunizm tuzumi bilan dunyoning yana bir tarafi bo'lib, dunyoni shuna bo'lishib boshqarib bo'ladi. Dunyoning hamma yerda ta'sir kuchi bor. Lekin bular uchun chekidin oshganligi uchun, zulm qilganligi uchun kommunizm yo'qoldi Rusiyada. Bu Rusiya 20 davlatga parchalandi. Biz aniq ishoncha qilishimiz kerakki, Xitoymi hozir ajoyib zulm qilyapti. Shu Firavun qanday zulm qilgan bo'lsa, uning cho'qim ushuq. Chunki Firavunning hozir qara kamerasi yo'qdi. İnsaniyet o'zining uydan bo'lsa, cho'qim o zamanda xotirjam yashay oladi. Xo'sh. Shu chaqdagi insonlar. Lekin Xitoy bugungi kunda eng taraqqiy qilgan uskunlarni ishiltish orqali bizning xalqimizni o'zining uyida bo'lsin, etizligida bo'lsin, yo'lda bo'lsin, hech qanday hayotda xotirjam yashatmadi. Hem yani kontrol qilib xalq salayotgan zulm chekidan oshdi. Bu chekidan oshganligi cho'qim buningki yo'qilishininki signali. Qur'oni Karimda fahal yuhlaku illal qawmuz zalimun. Zalimlardan boshqalar halok qilinmadi. Albatta zalimlar halok qilindi degan gap. Shuning uchun burunqi olimlarimiz deydi, har qanday bir davlat zulm qiladi ekan Ibn Xaldunning gapi. Zulm davlatning vayron bo'lishining sababi. Birinchi illati zulm. Davlat hatta musulmon davlati bo'lsa-mu zulm qilsa bu davlat gullanmaydi deydi. Taraqqiy qilmaydi, cho'qimji qiladi. Hatta kafir davlati bo'lsa-mu u davlatda adolat bo'ldi ekan, bu gullanadi, taraqqiy qildi. Dunyoning qonuni shu. Chunki biz bugungi kunda g'arb dunyosiga qaraydigan bo'lsak, umumyuzlik bir insonparvarlik, adolat o'z xalqiga nisbatan bo'lsa-mu, insonparvarlik, adolat bor. Shuning uchun gullanib ketyapti. Islom dunyosiga qaraydigan bo'lsak, masalan, musulmon bo'lsa-mu, haq din ustida bo'lsa-mu, ko'pincha davlatda zulm bor. Istibdod bor. Adolat yo'q. Adolat bo'lmaganligi uchun bular gullanmayapti, taraqqiy qilmayapti. Unda bo'lgandan keyin Xitoyning bugungi kommunizmninki selayotgan bu zulmga cho'qim Alloh subhanahu va taolo qarab turmaydi. Xo'sh. Allah cho'qim buning arilishida yoki o'zining qudrati bilan yoki bandalarning qo'li bilan. Hozir bugungi biz dunyo vaziyatiga qaraydigan bo'lsak, cho'qim bu yerda cho'ng kuchlar o'rtasida bir kurash, mayli iqtisodiy kurash yoki iqtisodiy kurashda agar bular birga kelinmasa, keyinchi harbiy askariy kurashga cho'qim bu yetkirish ehtimolligi bor bugungi kunda. Shundaq bir qalaymiqanchilik bo'ldi ekan, bizga cho fursat tug'ildi. Xo'sh. Tarixdan buyon kuchliqlar mangu kuchliq bo'lib o'tgan emas. Ojizlar mangu ojiz bo'lgan emas. Bu bir tarixiy haqiqat. Xo'sh. Masalan, bunun 2000 yil burun, 2000 yil burun Xitoy alohida taraqqiy qilgan. Shu zamondami hatta bizni 400 yildek besyapti ekan masalan. Xitoy O'rta Osiyo mushan tarafni shu. 750-yildagi, 751-yildagi Talas urushi bilan bizning vatandan Xitoy qo'g'langan. 1000 yil kelinmabdi shu qachqancha. 1000 yildan jiq vaqt bizning vatan mustaqil yashapti. Keyinchi bu kepti. Araliqda biz ma'lum vaqt mustaqil bo'ldik. Yani nurg'un siyosiy har xil sabablardan o'zimizning ichki vaziyatimizningki davlatchilik iddiyaning mustahkam bo'lmasligi nurg'un sabablardan bugünkidek eg'ir kunga qoldik. Lekin bu dushmanchi taqa Ikkinchi dunyo urushining oldida aynan Osiyoning kesel ko'pisi deb nomi shu Xitoy shu. Bütün hiç kişim yaratmaydan Xitoy shu. Kichikina Japondek millat masalan,
Angliya bir muncha yerdan kelib nurg'un yerlarni besib olgan Xitoy shu. Shuqum bu bo'yicha gullanib ta qiyomat kunigacha bunda ketiradi deganlik emas. Bu dunyoning bir igisi bor. Hamma ishni hikmat bilan qiladi. Shuqum bu zolimninki yo'qolishi yaqin chunki zulmi haddidan oshdi. Zulmning haddidan oshganligi buning yo'qolishining signali inshaalloh. Ko'p rahmat inshaalloh. Alloh razı olsun. Endi yana Nurkamiljon Kasim shu vatanimizdagi shu irqiy qirg'inchilikniki bu xalqaro inson haqlari ahdinamizdagi o'rni nima degan nimaga bir javob beramiz. Bu mesela Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki kırgınçılıkların aldığını eliş ve cezalaş ve ahdinamesi 1948 yılı kabul kılıngan. Bunun da Xitay mı taraf bu kelişimge? Xitay 1949 yılı 7. ayının 20. günü iltimas kıptıkin. Şu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndaki ırkı kırgınçılıkların aldığını eliş ve cezalaş kelişimge. Ama onun azalık tasdiqlanmay 1983 yılı Amerikan tasdiqlandı ekan. Yani Xitoy chegaralarni chet elga ochgandan keyin demek bu nima azalığı 1983 yılı tasdiqlandı ekan. Bu kelishimde asasen deyilgan irqiy qirg'inchilikning ta'riflari qanday bo'lsa irqiy qirg'inchilik bo'lganligi haqida men qisqachalam ta'rifini tushuntirib o'tibdi o'qituvchilar sizlarga. Irqiy qirg'inchilik deydi bir xalqni yo'qotish niyati bilan ularning turmush va hayotlik manbalarini nobud qilishni maqsad qilgan har xil harakatlardan tarkib topgan planini ko'rsatdi dedi. Yani aslında bir plan bo'lsa bu irqiy qirg'inchilik bir millatni yo'qotish uchun. Bu planning nishoni şu milli guruhlarının siyasi, ijtimoiy organlarını, medeniyet, til, milliy his, yani devletini, dini, iqtisodiy mavjudligi, kishilik bexatarligi, erkinligi, sog'lomligi, izzat hurmati ve hatta hayotini yo'qotishdan iboratdir. Mushu narsani yo'qotishni planlagan chog'da bu irqiy qirg'inchilik bo'ladi deb bu ahdnomidagi irqiy qirg'inchilikning ta'rifi. Ama bu ahdnomida 5 maddeden teşkil topgan bu ahdname. Bu 5 maddede şu 5 maddede bilingen kılmış hareket sadır kılıngan her qanday yerde irqiy qirg'inchilik qilgan bo'lganligiga qo'shilgan. Yani bu kelishimga a'zo bo'lgan Xitoy mu shunda qilishning irqiy qirg'inchilik bo'lganligini men qabul qilaman. Shunda qilib qolsam irqiy qirg'inchilik qilgan o'tkazgan bo'laman deb imzo qo'ygan bununla. Birincisi de dedi 5 maddenin birincisi yerli halkını öldürüş yani yo'qotish. Bununla bizning vatanimizdagi kollektiv qatlamlar ishg'oldan keyingi har xil kollektiv qatla bununla isbot bo'la oladi. İkincisi şu yerli halkga jismoniy yoki ruhiy jihatdan ziyon yetkazish dedi. İkinci maddesinde. Irqiy qirg'inchilikning ikkinchi maddasi yetkazish. Yani bununla biz Bayatın Nuruddin efendim degandek bu atom bomba sınaklarda ziyankeşlikке uçkıgan insanlık olsun. Hazır mesela lagerda Bayatın kıyındaşlarımız depütep gitti. Her gün verip her gün hukuk iyileştirgendek bu asli bir virüs sınakları. Bu tıbbi sınaklar. Bu da sınak saçkalları süpütede işletilevatkan insanlar. Hem lagerden çıkandan keyinkilerinin ahvalı qaylıstırımı onun bölteri bir sonrakılap urgulap gitişi yani akli normallıkını yok gitişi bu neslinin hemsini görevatımız. Mesela Kafkastan'a inip çıkanlığın içinde Xitay lagerde yadalatkan söz ne? Mesela ben radikal dinçilanın, teröristlerin tesiri uçkıgan doğaçka bunun virüslangan bo'lg'achqa men bu virusdan tozalash uchun lagerga chirishni o'zim talab qilib chiydim degan jumla. Aşı gapni buni Qozog'istonga chiqibmi bilinchsiz yo'lda ketib turibmi takrorlaydigan holatga kelib qoladi shu narsani ashunda narsa. Buning hammasi ikkinchi moddadagi xalqqa ruhiy jihatdan jismoniy jihatdan ziyon yetkazish degan moddani to'liqladi hozirgi.
Meyli tarixten olsun, meyli hazırlıksı olsun. Üçüncü maddesi de yerli halkın cismani mevcutluğunu bütünley yoki kısmen yo'qotishga ilib boradigan turmush sharoitiga zo'rlash deydi. Ya'ni balki xalqning turmush sharoitini o'zining jismoniyati ojizlab ketadigan, kasallikka mubtalo bo'ladigan yoki ixtiyorlik selishtirganda texmo nachar holga qoladigan bir muhitda yashashga majburlash deydi. Bu muhit hozir zaten aynı yasalgan kamplı bilen, bu lagerli bilen aşında muhitka zorlavatdı. O lagerini hesap kalmagandı mı? Biz zaten burundan tartıp Şarkı Türkistanlıklı bilen, Uygurlu bilen, Xitaylı'nın turmuş şaraiti hiç kaçan beraberlikte bulak bakmadı Doğu Şarkı Türkistan'da. Bu mu şu üçüncü maddesinin ispatında. Dördüncü maddesi de yerli halkının köpüyüşünün aldığını iliştir. Eğer şu yerli halkın işgal astırki yerli halkın köpüyüşünü tosap kalmakçı olsa bu mu ırkı kırgınçılık hesaplandı. Bu vakti de bununla nispeten mesela en ağır bir şekilde köpüyüşünü teşkilleş için tuğut çekleş, mecburi balı aldırış ve onundan başka mesela nadir erlerini ayallardan ayırıp işkirge mecbur işçilik kılıp neçe yüz bin adam işkirge ötkeldi. Ayalla erlerden ayrılgan şekilde işkirge mecbur işlemci şekilde işkirge zavutluğu ötkeldi. Bunun maksadını üretken nüfusun köpüyüşünü tosaş. Mesela meyli tarihten bu yan ilip bakan tuğut çekilişi olsun, meyli hazır ilip biri vatkan Uygur'unu başka işkirge götkep aileden ayırıp taşlaş olsun. Bundan annesi hesapta bu dördüncü maddedeki yerli halkın nüfusunun köpüyüşünün aldığını işleyen maddenin ki ispat edildi. Beşinci maddesi de küçük ballarını bu millet kitabı küçük ballarını başka millet ki yötkeş ya ki başka millet ki aylandırış dedi. Bunun için hazır işkemanın artık balla lagerde ballarımız Uygurçunu tutulda unutkan bir şekilde Xitaylaşıvatıdı. Xitay ananesi, Xitay örf adetleri bilen terbiyeleniyordu. Bu Xitaylaştırış yani tam aşma. Demek hazır bu 5 madde yani halkara ceza mahkemesi de mi aynı okşaş şekilde bu ırkı kırgınçılık yani okşaş şekilde aşında ifadelendi. Halkara sotninki nemesi de mi? Yani bu neslini mesela Əhdinamede yani alayda ta'kidledi. Irqiy qirg'inchilikni e'tirof qabul qilish yoki irqiy qirg'inchilik deb binasini tonish uchun bu 5 maddenin hammasini teng ishlash shart emas dedi. Başka Əhdinamede 1948 Xitoy imzo qo'ygan Əhdinamede 173 davlat a'zo bu Əhdinamega. Bununla deydi bu bekitilgan 5 jinoyatning birisini ishlagan taqdirda orada sotku tartılışı lazım dedi. Hazır 5'nin hemmini Xitay işledi. Halkara sotun kedimi yani okşaş tarifleydi. Mesela yerlik azalarını öldürüş, grup azalarına cismani yoki ruhiy jihatdan ziyon yetkazish, grup azalarını qasddan jismoniy jihatdan yo'qotishni keltirib chiqadigan turmush sharoitiga zo'rlash, grupdagi tug'ilishning oldini olish, grupdagi bolalarni majburiy boshqa grupga yo'tkash ya boshqa millatga aylantirish. Yani Halkara Sot'un Cinayi İşler Sot Mahkemesi'nin 5 maddesi de okşaş Birleşken Milletler Teşkilatı'nın ırkı kırgınçılıkla aldığını iliş ve cezalaş ehdinamesi 5 madde asasen okşaş. Şu an güveyde hazır Xitay bu 5 maddenin hiçbirini mi kendi kaldırmayı değilgendin neticesi artık bir şekilde bunu icra kılattı. Bunu aslında Birleşken Milletler Teşkilatı olsun, meyli halkara olsun, halkara her kası devletler. Şu halkara kanun ve icra kılavatımız, rayı kılavatımız, halkara kanunlu bütün devletlerin rayı kılışı lazım diyen devletler. Şu davran kılavatkan, şu bayraktarları olan devletlerin parlamentlerden hemmisi de bu bizim Şarkı Türkistan'da bulavatkan hazırda Xitay zulümlerini toluk bir şekilde ırkı kırgınçılık deb e'tirof qilishi lazım. Onun başka anda Natsizlikning asli irqiy qirg'inchilik degan bu terim, bu termin natsizlikning ilib borgan qirg'inchiligidan keyin o'ttirg'a chiqqan bir Yahudiy o'ttirg'a qo'ygan bu terimni. Keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotidan
qabul qilindi bu irqiy qirg'inchilik degan. Shu shaklda bu davom qildi. Hozir natsistlarning necha xil qirg'inchilik ilib borganligiga doir, ya'ni bu irqiy qirg'inchilikning turlari qancha turga bo'linganligiga doir xalqaro qonunda bu 8 xil tur belgilangan. Bu 8 xil turning hammasi natsistlarning ilib borgan qirg'inchiligini asos qilib turib, shular manda qiyg'achqa ma'qul qirg'inchilikni keltirib chiqadi. Ma jinoyatni ishildi deb 8 turda shu hozir xalqaro qonunda tonilgan 8 xil turi var bu qirg'inchilikninki. Birincisi siyosiy qirg'inchilik, ikincisi ijtimoiy qirg'inchilik, uchinchisi madaniyat qirg'inchiligi, iqtisodiy qirg'inchilik, biologiyalik qirg'inchilik, andikin fizikalik, ya'ni jismoniy qirg'inchilik, diniy qirg'inchilik va axloqiy qirg'inchilik deb 8 turga bo'linadi. Bu 8 turning hammasini natsistlar sodir qilgan jinoyatlar va natsistlarning bu jinoyatining bekitilishiga sabab bo'lgan omillar va natsistlar manda qilgan bo'lg'achqa siyosiy qirg'inchilik qilgan bo'ldi, manda qilgan bo'lg'achqa ijtimoiy qirg'inchilik qilgan bo'ldi deb. Buning sabablarining hammani men araştırıp kitaplardan izlep tepip hammasini tayyorlab qo'ydim. Masalan, hozir agar natsistlarning bu tek xil qirg'inchiligini ishlash jarayonida nima uchun natsistlarning qilgan bu qirg'inchiliklarni sabablarini hozir biz boshdan kechirayotgan zulmni selishtiradigan bo'lsak, biz natsistlik duo qilsin azkaylik darajada. Natsistlarning necha üstün darajada, necha qat ortiq darajada bizga bu 8 xil qirg'inchilikning hammasini to'liq qilib turadi Xitoy. Ya bunu xalqaro bilmamdi, biladi. Xalqaro masalan biz anlaganlarimizni, axborotda chiqqanlarimizni, shohidlarninki guvohchilarning bergan gaplariga qaylab bilamiz. Atroflarimizdan kelgan xabarlar buningda egallagan gap so'zlar bilan bu ma'lumotni egallaymiz. Ammo davlatli qanday egallaydi? Davlat deganning lug'at istixborot necha xil, bir davlatda necha dona istixborot tashkiloti bo'ladi. Bir emas, necha 10 dona istixborot tashkiloti. Uning qo'lida nechilagan sunniy hamrohlar, nechilagan shu maxfiy egallash vositalari, nechigan axborot organlari va adamları var, her bir devletke uğurlaştıran. Bu devletler, hazır xalqarodagi devletler sizler biz bilgendin, Şarkı Türkistan'da bu lavatkan işini sizler bilgendin neçi, 100 hisse arttığını bilirdi devletler. Devletke çünkü her yerde, her qasi devletlige mesul işgalları var. Şu işgallı şu raporunu hazırlaydı, bütün imkaniyet bilen, bütün iqtisatların şuurunu teminleydi. Sizler bizden yaxşı bilirdi. Ama devlet başkanı ise, halk başkanı ise. Devletin bilginin hemini halk bilip etmeydi. Ve de Birleşken Devletler Teşkilatı'da bu cinayetinin Xitayning ötküzgen bu irqiy qirg'inchilikning mayli 8 xil turdagi irqiy qirg'inchilikning hammasi, mayli o irqiy qirg'inchilik ahdinomasidagi 5 moddaning hammasi buning to'liq ishlayotganligini e'tirof qilinmasligi xalq bilan munosabatsiz, bu davlatlar bilan munosabatli masala. Shu bu yerda davlatlarningki, qaysi davlatlarning buni tonish uchun tashlaydigan qadamlari var. İlip bardigan qadamlari var, xalqaro sunadigan takliflari var. Bu narsa endi ayrım bir bosqich, buni tonutish va e'tirof qildirish, Birleşken Devletler Teşkilatı'ni e'tirof qildirish, Xitoyni xalqaro sudga tortish, xalqaro sudda jazolash, bu narsa ayrım bosqichlar. Bununla yalnız xalqning namoyishi bilan yoki bir necha xalqaro tashkilotning o'tirib qo'yishi bilan bo'ladigan narsa emas. Bu bir necha yilg'an davlatlar o'zining parlamentlarida qabul qiladi, buni Birleşken Devletler Teşkilatı'ga olib turadi va saylanga qo'yiladi. Xitoy veto haqqini qo'llana oladigan 5 davlatning birisi. Mayli qanday qaror ilinsin, u veto haqqini qo'llangan chog'da bu qaror amaldan qoladi. Xitoy xalqaro jazo mahkamasiga a'zo emas. Xalqaro sudning chiqargan qarori, hukmi Xitoyda ishlamaydi. Masalan, Xitoy a'zo bo'lmagan bo'lg'achqa. Mushunda nurg'un jarayonlar var bu o'tirdichu. Bu yerda biz yanalam qilish tegishlik ishlarimizni xalqqa nima uchun buni anglitishimiz zarur, xalqqa nima uchun buni qilishimiz zarur degan vaqtimizda xalq buni bilgan chog'da o'zining hukumatlariga,
xalqning ra'yi, xalqning fikri o'zlarining hukumatlariga bisim paydo qildi. Bu bisim shu davlatdagi parlamentda bunga aloqador muhim qadamlarni tashlashga ilib bordi. Bu qadamlar cho'lsa oxirida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tashlangan qadamlarning bosqichi oldu. Shuning bilan biz xohlagandek Xitoyni irqiy qirg'inchilikdan xalqaroda ayblatadigan, xalqaroda sotib tutadigan bu vaziyat şeklinde. Bu vaziyat bizga nimani keltiradi degan chog'da hozirgi lagerlarning taqilishi, hozirgi ilib kelayotgan zulmlarning biroz bo'lsin to'xtashi yoki biroz yeniklitishini keltirib chiqadi. Biz bizda Xitoydan bu isbotlanishi Xitoyda qutuldirib qoldigan omillar emas. Xitoyning zulmini yeniklita oladigan, biroz zulmini to'sib qola oladigan omil. Xo'sh. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Eğer vaqtim bo'lsa, men o 8 xil turini 20 minutdan 20 minut kadar vaqt ketishi mumkin. Bu 8 xil qisqa shaklda anlatsangiz yaxshi bo'ladi. Şekilde işledi. Xitoy qanday şekilde ishlayapti? Uni bilsam bo'ldi. Yoki bo'lmaydi. Xitoyning qanday shaklda ishlayotganligi hammamizga ma'lum. Men Germaniyaning yuqorida deganlarini aytib yetarli mencha. To'g'ri. Yuqori deganlarini aytib kifoya mencha. Evet, bunda olganda mesela siyasi soykırım, siyasi qirg'inchilik bu Germaniyaning işleyen cinayeti, tuzgan cinayeti, xalqaro qonunda e'tirof qilingan siyasi qirg'inchilik degan qirg'inchilikda Germaniya nima sababdan siyasi qirg'inchilik deyilib tursa, Germaniya g'arbiy Polshada Open, Luksemburg, Monerset degan joyning birlashtirilgan rayonida birlashtirilgan bir rayon qurgan. Bu rayonda ularning yerlik hukumatini, yerlik hokimiyatini ag'dirib tashlab, o'ziga xos bir hokimiyat qurgan. Bir. Onundan keyin shu yerdagi xalqlarning o'tmishdagi davlat engini xotirlatadigan bütün izlar o'chirib tashlangan, bütün xotiralar izlab o'chirib tashlangan davlatdan. Mayli ko'cha ismlari olsun, mahalle isimleri olsun, binadaki levhalar olsun, yazılar olsun, bunların hepsini Germançalaştırılan. Endiken bu devletlerninki milli birliğe ziyan seliş maksatında Norvegiya bilen Hollanda'da Mossit Partisi de partiye kurgan Natsistler. Bu partiye şu yerliklerini eza kılıp ezauğa yerlikliğe alaylı imtiyaz verdi. Mesela bizim vatanda Komünist Partisi'ye eza olganların qanday imtiyazga eriştiganligi, eza bo'lmaganlarning qanday imtiyazdan mahrum qolganligini bilamiz. Aynısını bular avadi qilgan. Shuningdek keyin Alman Germaniyaning davlat engini va yerlashtirish uchun parchalab idora qilishga, o rayonlarni parchalab, qanday qo'llanishtirib parchalab idora qilishga izlangan. Bu aynı şekilde bizim Şarkı Türkistan'da mı? Mesela Abdunum Rayın diyen bilen, bu Abdunum Rayın'da Kıyğız Abdunum Oblasti, yani bizim Abdunum Gezisi, o bu degende bir Abdunum Rayın'ın aşırı neçe Abdunum Gezi Oblast, hatta Abdunum Nail'in tartışmasında parçalap hakimiyettir. Aynı onu yoladı Mangal'la temde. Şunun okşay, Polşağa ilip ki ekkeyen Kırmallarını yerleştirip Polşağa. O Kırmallığa alaylı imtiyazını tonagan ve Kırmallı'nın ki bu kıygan bütün bu kılmıştırı ne mi de kıygansı siyasi kırgınçılığı yapıyor. Bizge gelsek bizim hazır halkara sahnede mesela Abdunum Rayın deptonuydu. Emeliyatta bu bütünley halkaranın Abdunum Rayınlık ölçemlerine bütünley zıt bir şekilde bizden bir yerlik hakimiyetimizden aldırıp taşıyacak orada Xitay hakimiyetini bitirdi. Bizden bu koça hem yerlerimizin isimlerinin, kod isimlerinin hemmesi yok kalındı. Hem yer Xitay isimini koydu. Yazılışı Uygurca olsun mu? Xitayca. Bunun kod isimlerini şehir, nahiye hemen hepsi Xitayçılaştırdı. Mesela kanun tilini, Girmalı kanununu Xitayçılaştırdı. Kanununu German kanununa ekleyen yerlik kanununu ve yerlik mahkemelerini emelden kaldırıp Germaniyanın kanununu ve kanun tilini Almançılaştırgan depti. Siyasi kırgınçılıkta. Tafsilatga kirmagan bo'lsak, Mirkamjon, yerlik hakimiyetini hemmini hersimiz ag'dirib tashlanib, onun yerine Xitay hükümeti, Xitayning hakimiyeti, kanun, sot mahkemeleri hemmisi de
Hatta bu tillerimizni dağıtıp, ballarımızın tillerini dağıtıp hemsi Uyghur çiçekli. Bu kıtaçlaştı. Bu aynı nerede? Siyasi kırgınçılık. Ben hazır İslam maddesini siliştirdim. Eğer bu şekilde siliştirsek, meyli vaktimiz yetirse... Yok, vaktimiz yetmeydi, vaktimiz yetmeydi hemden. Billama saat, Türkiye'de saat 9'dan keyin ko'chaga chiqish shaklimiz boshlandi. Hafta oxiridagi 2 kunlik, shuning uchun bir qisqartib o'taylik gaplarimizni. Vaqtimiz biraz hem yarım saat kechikib boshladik programmani. Xo'sh, Nuriddin efendim, sizdan davom qilaylik. Qisqa shaklda davom qilaylik. Hamda bugun shu xalqaro jamiyatda irqiy qirg'inchilik masalasi ko'proq tilg'anyapti. Buni ham tashkilotlarimiz o'tirib qo'yyapti. Ham bu isbotlar soyasida irqiy qirg'inchilikning butun nimasiga qoidasiga tushayotganligini prinsiplarga Xitoyning uch irqiy qirg'inchilik elib berayotganligi cho'ng davlatlarda tilg'anyapti. Bundan keyingi oldimizdagi mezgillarda siz ko'plagan davlatlarningki rasmiy qonun bo'lib buni e'tirof qiladi deb qaramsiz, bu ish boramda bundan sizga? Bunun da dastlabki qadamda Kanadaning elib borgan başlamçılık hareketi bence pek mühim. Qaraydigan bo'lsak, dunyodagi davlatlar ikkiga bo'linib ketaylik. Hozir biri Xitoyni qo'llaydigan davlatlar, yana birisi demokratik davlatlar. Yana birisi o'tirib qolgan populizm kuchli bo'lgan davlatlar. Mush davlatlar qarasak, bu Xitoy bilan Amerika o'rtasida raqobat pek mühim. Bundan keyingi Sharq Turkistondagi erkin qirg'inchilikni e'tirof qilinish qilinmasligida, agar Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi bu raqobatda muştaq qattiq davomlashaversa, bundan keyin Amerikaning tarafini tutgan ve Amerikadagi meydan tutgan demokratik davlatlar, bulupmu Avrupa'daki bazı devletler ve Avustralya'nı qo'shsak, bazı devletlerin bu vaqtda bazı qadamlarni etishini biz kutamiz. Aniq bununla chuqur shunday qildi deb oldinda bir narsa deyish tez, chunki Trump'ninki hokimiyat vaqtini qarasak, bu Trump hokimiyat vaqtida Amerika xalqaro nurg'un tashkilotlardan chiqib ketgan. Amerika chiqib ketgan bu tashkilotlarning o'rnini Xitoylar to'ldirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida mingdan ortiq muhim o'rinlarga Xitoylar Amerika chiqib ketganligi o'rnini Xitoylar kirib oldi. Bu Trump'ninki hokimiyat vaqtida chiqib ketgan Amerika. Eng oxirgi misolni desak, Xitoy o'tgan oldimizdagi oyda xalqaro Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki inson huquqlari komissiyoniga a'zo bo'lib kirdi masalan. Xo'sh. Bunu qarasak, bu tragediyalik bir iş. Dünyada insan haklarındaki kişilik hukukunun en ağır defsende qilayotgan bir davlat, bu yerda Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki insan hakları komitesiga kirişi, yani bu akıl aldığan bir narsa emas. Yani bu qaraydigan bo'lsak, xalqaro sistemininki Sharq Turkiston meselesi bilan bunun nima cho'kkanligini ko'rib olamiz endi. Xo'sh. Hamda bu yerda biz davlatlarninki kelajakdagi bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga asosan shu davlatlarning Xitoyga o'tirishga manfaat to'qinishiga qarashimiz kerak. Biz bayan bir kamilcan biz deb o'tgandek, davlatlar buni allaqachon biladi. Buni biz ham Sharq Turkiston tashkilotlari buni anlatib, buni tushuntirishdan ziyada davlatlarga qanday harakat qilish to'g'ri ularga hamkorlashish kerak o'tishimiz kerak bundan keyin. Xo'sh. Ya'ni bu yerda Xitoylar bilan Amerika ve Amerika'nın etrafı devletler otursa bu sürükleyiş devam kıldı. Çünkü Xitoylar hazır xalqaro vaziyette Amerika'nın tikili kolavadı her cihette. Eğer Amerika buna ciddi bir şekilde Xitoy'ni özününki hakikaten ciddi bir güçentisi de qaraydigan ahval devam kıldıgan bolsa, bu oturdaki sürükleyiş küçüydü bunun ilgili. Ve bu sürükleyişler yanında bizge fırsat bu yerde kilidi. Bu biz göz yaşlarımız bilen ya ki biz ahuzarlarımız bilen dünya devletlerini tesirlendiremedik. Çünkü devletler naat realist hareket yapardı bu bütün devletler. Hoş. Bu realist harekette biz Xitoy bilan Amerika başka devletler otursun ki bu ziddiyetin en inçiki halkı noktalarda faydalanışımız gerek ve devletlerinin Xitoydan kelayotgan bu xalqaro tehditning naqadar yuqori bir tehdit ekanligini, Sharqiy Turkistondagi elib berayotgan irqiy qirg'inchilikning Xitoyga o'xshash diktator davlatlarga, despotik davlatlarga, zalim davlatlarga o'rnak bo'lib keladiganligini va bo'laoladiganligini va dunyoning Xitoyga nisbatan cho'ng bir xavfga qirisib duch kelganligini tushuntirishimiz kerakki, bu aniqda bu davlatlardan Xitoy bilan o'tirishdagi vaziyatda o'tirgan biz foydalanishni bilishimiz kerak. Ve devletler hazır hesapta Sharq Turkistonda bo'lgan irqiy qirg'inchilikni bilmaydigan davlat yo'q. Ve Kanada bunun tunji qadamini attı ve parlamentta
Kanada tuncu kıtım Şarkı Türkistan ismini kullandı. Hı hı. Emniyette bu hem dünyaya verilgen bir signal, hem bizge verilgen bir signal, Şarkı Türkistan'a verilgen bir signal. Ve deydi ki, sizler hareket güçlü hazır mı? Şarkı Türkistan'la hareket güçlü hazır mı? Şarkı Türkistan'la orundan dest kuruşu hazır mı? Yani bizim İstiklal Marşımızda bir gap var. Kan geçip hem can verip ahır kutuldurduk seni, kalbimizde kurtuluşa barıydı imanımız dedi kan. Bu iki misraga şuyduğun hareket kılışka hazır mı o Şarkı Türkistan'la diyen nersini tolduralaydıgan vaziyetke hazır ekenligimizi biz dünyaya bildirişimiz gerek ki dünya bunu ırklık dep tunsun ve bizim hareket güçümüzge, dünyanın hareket güçüge zimin hazırlap bireyliyiz. Eğer biz hareket etmesek, biz dünyada bu signalini veremezsek, dünyadaki devletler için, devletlerge halkını bir yerin kurup koyacak devletler için 30 milyon, 40 milyon insanın ölüp gitişi hiç neysemez. Biz bu yerde Şarkı Türkistan meselesinde özümüzü her zaman merkezde koyup, öz merkeziyetimizden paylaşıp, dünyanın tamponluk güçlülük paylaşıp, bunu dünya devletlerini biz çokum, Kanada kılanı devletteki kıldırışımız gerek. Bu bizim birinci çoğun mecburiyetimiz hazırlıklı vaziyette. Ve dünyada demokratik parlamentleri, meclisleri demokratik olan devletlerde bulup mu, Avrupa, Avustralya, Amerika'daki devletlerde biz çokum ciddi hareket edip devletleri bununla hayır kılışımız, parlament devlet seviyesinde Şarkı Türkistan'ı buluvatkan meselelerinin ırkı kırgınlıkların Allah kaçan halkı bitik etkilerine tunuşumuz gerek. Yani devletler bunu tunumdu diyende biz tunutuşumuz gerek bunu. Bizim birden bir vazifemiz, en çok vazifemiz nöbetçiyiz. En ciddi vazifemiz bu buluş gerek. Ve eğer dünya tunursa bizge fırsat doğuldu diyen gibi. Köp rahmet, Allah razı olsun. Hoş, Mirkamilcan, yanıma şu kolumuzdaki sizce bizning xalqimizniki yuqorida Nuriddin efendimning aytdi güzel bir şekilde teşkilat bo'lsin mayli xalqimiz bo'lsin qilish tegish ishlarni dedi. Asli boshqa bir qancha savollar bor, uni qisqartib o'tay. Bizning qo'limizdan keladigan fursat yoki nimalar qaysilar desam? Fursat va qilishga tegishli ishlarimiz nima? Yani hozir bayatımı deyilgandek birinchi olab buni irqiy qirg'inchilik bo'lib tanilishi zulmninki Xitoyni 1 yil olsun 2 yil olsunmi Xitoyning Uyg'urlarni yo'qotish planini kechiktiradigan bir omil bo'ladi. Shunga Xitoy o'zining xalqarodagi e'tiborini mayli iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, o'zining e'tibori uchun milliardlab dollar pul xarjlab e'tiborini yuksaltirish uchun bunda vaziyette biz onun itibarını terbiye verebildiğin şekilde, onun insan kalbinden çıkan dünyaya ne kadar bundan ki planı, onun kendisine dair bütün dünyadaki en güçlü imperial aileniş için kısıtlanan kademleri, bu bir yol, bir belva layihası kastedeki çıplak maksidi, dünya kengeyiş maksidi, bütün dünya halkını özünün istimalcısı kılış, rezil niyeti diyerek bu derslerin hemine bir doğru bir şekilde, ilmi şekilde, dokulat şeklinde biz her karşı devletlerin stratejik tetkikat merkezleri, Şüenci merkezleri ya ki her karşı ministerliklerinin mu ayrım tetkikat merkezleri var. Aşağıdaki sunuş ve ministerlikteki sunuş, devletteki sunuş arkalık ilmi neslini teyarlap. Onu bu cihette agalandık gülendirge. Şarkı Türkistan'ın en mühimi bayat tepkendek dünyadaki devletlerin hemisi menfaat üstüge kurulma. Menfaatten başka hiç kimse tanımayın. Devlet menfaatini biliyor. Vicdan, ahlak diyen neresi yok devletlerin hiçbiri de. Meyli o İslam devleti olsun, meyli başka devlet olsun. Bunda adette biz Şarkı Türkistan'ın hazırki kırgınçılıktır tutuluşunun insaniyetki kanday paydalını elip kildiğallıqı. Şarkı Türkistan'ın müstakil oluşunun dünyaya kanday menfaatini yetkizdiğallıqı. Dünyanın kanday tehditlerini saklap kaldırallıqı. Şarkı Türkistan'ın müstakilliğinin etrafındaki bizden çekirdaş devletleri kanday iktisadi, medeni, siyasi, kanday evzellikli yardım elde dair şu kesbin sahasındaki kesbi insanlar ilmi makalını sunalışı lazım. Bunu halkaradaki dağınık medyalda, dağınık akbarat vasıtalarında, dağınık yazmışlığının ki münazirlerde talaş tartış kıldıralışı lazım. Bunun faydasını. Bu sizin kıldığın en işimiz. İkincisi
Endi bu biz en mühimi bu zulümün birden bir kurtuluş yolu müstakillik. Xitoydan biz ajramay turib, mayli o zulümni 5 yıl tutulsun, 2 yıl tutulsun, mayli 30 yıl to'xtatsin. Bu işgaliyet degan narsa o'zilam zulüm, o'zilam soyqırıq. O'zilam irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyatni o'zimiz. Biz bu ishg'oliyatdan qutulmay, mengu qutulolmaymiz. 5 yil to'xtab qolgandan keyin 5 yildan keyin boshqa bir niqob bilan boshqa bir shaklda biz boshlaymiz. Unda olganda biz ishg'oliyatdan qutulish uchun nima ish qilishimiz lozim? Nima ish qila olamiz degan vaqtda bizga atrofdagi davlatdagi qalaylik mayli boshqa bizdan yaxshi o'zining mustaqillik davosini bizdan yaxshi ilib borgan yoki ilib berayotgan, ilib berib ma'lum natijalarga erishgan. Aşı mesela devletindeki güreşlerge kaynatgan bolsak, bundan coğrafiyalik koordinası kaynatgan bolsak, hemisininki ma'lum kiriş çıkış, mesela lojistik destek kanalı deyimiz, mesela bu transport yardım kanalı, yani kirip çıkış iğizi. Bu devletlerinin nurgu yerlerinin kirip çıkış iğizi var. Mesela işgal kıygan devlet, kıldın kirip çıkış iğizinin hemini kontrol kılıp bulamaydı. Mesela Gazze'nin tünelle bilen Mısır'a baralaydı, başkanın her şekilde Keşmirlik'te, Pakistan'da çıkış kılalaydı, kiseli yötkilereydi, ners gerek yötkilereydi, edemi yötkilereydi, Rusçuluğunu yötkilereydi demek. Bir devletin müstakil oluş için en mühim neyse, halkını bozgaç emez, halkını oğutuş emez, halk oğuk zaten. Bu halkını oğutuşa hiç bende acet yok, halk her kanca mankurtuşup ketken takdirdir. Bu halkını hareket ettirdiği, bu halkın iktidara karşı derhal kuluğunu hepsi ilip hareket öteletme yetkizdiği adamın anını sanıp gelsin. Ya o neden ya eldeki ya gitsin. Artık adamın acıtım yok da. Bir kıtımlık faaliyet, bir kıtımlık hareket, bir kıtımlık kozgalan milletle kozguldudur. Tarihten bu yan bulap kilovatman iş. Ama şunun devamını bugüne çıktı, kozgaldı, ertesi bastırdı, tüküdü. Yok bunda iş. Bunun devamlaşalaydıgan buluşu için aşı başka devletinin yokşaş transport yardım kanalı ulaştığını çıkarıldı. Birisi emez örnekçisi. Bu kanalını biz kanda açtık. Kasi devlette açtık. Çıkarımızdaki çıkara devlet çıkırdaş devletinin kasıdan biz aşında transport bir kanalı açsak, bir köşkünü açsak. Şunu da közcümalaydıgan devletler kaydı. Kanda kıyganda şunda kanalını Kaysi devlettir açalaydı. Ve açmakçı olan rayonda kaysi millette yaşaydı. Bu devletimizin münasebetimiz kanda münasebet kurumuz. Bu neslini teşkilatla ciddi oylaşışı lazım. Oylaşıp bu hakta ma'lum hazırlıkları bir kanal için ma'lum hazırlıklar oluş lazım. Bu kanal eğer 6 ay, 1 yıl özünün mevcutluğunu saklap kalalıqıdek derdidir. Kanal içinse ben bir kişi 3-4 yıla bağlı bizden azadlıkımızdan en mühim ameli aşı kanalının içilişi dolu diye düşünüyorum. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Programdaki bazı suallarını kıskartışkı mecburmen. Vaktimiz az kaldı. Devamlı hem de şu anlap öttük. Bizden üstümüzge elbette erken dünyadaki muhaciretki halkımızın suçlu vaziyeti intayin iğar. Hem de muşu işgal ve zulümge karşı turishdi. Elbette biz kim Amerika cemaati yaxshi bir narsaga diqqat tortdi. Biz zulümge karşı turib yoki haqiqiy o'zimizning deb o'tib programdan beshidim buyon. Nurg'ullig'anlar ba'zida ixtiyorsiz holatda shu tugusulti yoki lagerda qilib xuddi shunday kelam zulm tugab ketib erkinlikka erishib hamma ishimiz joyiga kelib qolgandek ba'zi Xitoyning elib berayotgan ma'lum zulmga qilayotgan jinoyatlarga qartilib qolgan ishim. Bizning erkinligimiz hozir bildik biz hamda. Biz mustaqil bo'lmay turib hargizmi o'zimizning izzat hurmatimiz, sharafimiz bilan yashamaydiganligimiz aniq bildi har qanday xalqimiz. Ammo shu ahvolda biz bir musulmon bo'lish sutimiz bilan har bir musulmonniki ishg'ol va zulm qarshi turishda islomning hukmi ustimizga tushgan vazifa buni qisqa bir shaklda anlatamiz. Tabii halda mush zulm qarshi turishning o'zi bu musulmonga nisbatan bir vacib farz ish. Lil mujrimin. Musa alayhissalomning duosi bu. Ya Allah sening menga bergan qat'iy yordamchi bo'lmayman degan. Ya'ni zolimlarga yordam qilmayman. Ular bilan hamkorlashmayman. Ya'ni bizning butun xalq bu zolim bilan hamkorlashmasligi
Bunun qat'iy yordam bermaslik lozim. Xo'sh. Bu birinchi hukm. İkincisi وَلَا تَرُكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Sizler zalimlar qat'iy boysunmanglar, ularga mayil olmanglar, ular degan yerga qat'iy kelmanglar. Unda qilsanglar sizlar do'zaxga kirsizlar. Ya'ni zolimni qarshi turing demoqchi. Xo'sh. Oyatning maqsadi. Unda bo'lgandan keyin biz mush haqiqatni bizning xalqimiz tunayolmagan bo'lg'achqa, asandagi tunugan odamlarni yuqorida qarindishimiz degandek, mayandan chiqib bo'lguncha, mayandan uning xuddiyalqi üsavatgan ko'chatni qirib etsa yo'qigandek, mushuna yo'qitib keldim. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin chet eldagi chuqum bu zulmga qarshi turish lozim. Shu turvelishning o'zi shu zolimga yordam berganlikka kirib qoladi. Bu zulm qarshi turmay, shu turvelishning o'zi o'zining qo'ldan nima ish kelsa, qo'ldan kelgan ish bilan bunga qarshi turishga intilish lozim. Har doim bir sekundmi bu zolim o'ngishib qolarmi, bu zolim u bo'lib qolarmi, bu bo'lib qolarmi degan xiyolni kalladan chiqarib o'tib, zodi men bu zolim qarshi turishim kerak ekan, buning bilan birga yashash mumkin emas ekan, bugun yashasam erta chuqum yashayolmaydi ekanman degan bu haqiqatni tunib, har doim zulmga, zolimga qarshi turish lozim. Sukut jinoyat. Sukut jinoyat. Sukut jinoyat. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. İki aziz mehmonimiz Qalbinur xonim bilan Zumrat xonim oxirida sizlar bu zulmdan qutulib Allohning rahmati bilan erkin dunyoga chiqqandan keyin xalqimizning muhojiratdagi xalqning ahvolini abay ko'rib biroz so'zlab o'tdinglar masalan, ichinganliklarini. Bizning ahvolimizni ko'rib, albatta biz sizlardan 15 yil burun, 20 yil burun chiqqanlar. Sizlar endi yangi chiqdinglar, texi har bir kun abay so'zlab o'tdinglar, har ikki kunlar. Bir kun oldimga bir tomoq kelsimi, shu oyatdagi ichinishlik manzara ko'z oldimga kelib olib, shunchalik rahatsız bo'lmaydi efendim. Chiqqandan keyin yana xalqimizning sizlar so'zlab bergan narsaga xuddi ishonmagandek ahvolga kelib qolganligini deb o'tdinglar. Bu ekran orqali yana ham biz bu yerga anglab kelyapmiz nurg'unligiga, hatto o'zimni berman berayotganlarga ham qarshi chiqayotgan, to'sishga harakat qilayotgan, vijdonini bir narsa kimning yavaganligini bilib bo'lmaydigan shunday bir turkum insonlar bor hamda. Buni bu ekran orqali sizlar har ikki yillardan biri g'izning gap olsam, sizlar nimalarni his qilyapsizlar? Shu xalqimizga deydigan oxirgi yurak so'zlaringizni anglab uni keyin programma tugatsak. Qalbinur xonim sizdan bo'ldi, men bir gapni boshlab olay. Esimni bojaqda. Xo'sh. Xo'sh, bu benim do'stim bo'ladi. Bu qiz saqchi qiz. Bu Xitoyning o'zining atalmış shu Abdunum rayonlik Go'ng'antian deshadigan qiz. Mushu qizmi Qalbinurga o'xshash. Shu Davanchangdagi bir so'roqqa kirib qilib, bu qiz valda shu ikki Uyg'ur bolaning shu Xitoy turmusida so'roqda bütün terisidan tartib qatayotganini ko'rib, qiz vala o'shdan ketgan. O'shdan ketib, bu qiz valni shu o'zi Abdunum rayonlik Go'ng'antian 7-chi boshqarma deshadigan qizdi. Shuning bilan joyida turg'izib bilan tadbirda qilib bu qiz valga vukulni urgan. Shu o'shdan ketgan vaqtida. Shuning bilan bu qiz aşağıda yiqilib, og'rib uyga do'stlari yo'qlab kelganda menga telefon qilibdi, kelgan uyga hammasi meni yo'qlab keldi, mijozim yo'q bilmamsa deb. Uyga borsam bu qiz yotdi, shundan bu qizlarmi bor, qizlar birdan bir mangmoqchi bo'ldi, men mangmoqchi bo'lsam bu meni tutib oldi. To'xta mangma dedi. Shundan bu qizlar ketgandan keyin bu qiz menga bu ayrim bo'lgan ahvol deb berdi. Adash tirik suyvatdi, tirik. Ikki Uyg'ur bolaning mush bütün terisi tirik suyvatganda ko'rib, yerdan ajratayotganini men qo'rqib ketib, o'shimdan ketib, bu doktormi emas, endi aşağıdaki saqchilar meni tatmadilla tam nimani eliblan bu kulni urdi, men shu kuldan gumonladim, shu ketdim, men jon qamadi deb qo'limda. Men hozir o'rnimda qo'pamidim dedi. Yana 15 kundan keyin yana bir qatam uyga yo'qlab qolmoqchi bo'lsam, men yo'q dedi. Keyin andan keyin bir kun yig'lab telefon qildi. Adash, men nim kasalkanman bilamsa, kasallik tarixim chiqdi. Nim kasalkansa desam, men aydis kasallik desam, o'zi va balasi va har qanday bir istil yaxshi bir qizda, u saqchi, xalq saqchisi. Shu demak, Xitoy har qanday o'ziningki ishchilardan tortib, hatto o'zini
ki sadık işlevatı degenlerden tatip her kandak insan Uygurlu olsa bizga hücum qilishni boshladi. Mayli o'zining sodiq oldidagi mesela Nurbekir shu kunga qoldi degandek. Chunki bu xalqning butun hozir hissiyoti bilan biz Uyg'ur xalqini yo'qotish qirdardi. Birisimi qolmaslik degandek. Shunchalik vahshiy holatga kelib bo'ldi. Bu qiz shuning bilan hozir bir rasmini ko'rsatay. Bu qizning shu o'lib ketadiganға mana bu o'g'ilniki mana shu xalq saqchisimiş qiz mana. İsmi Parida Ahmet buldu. Mana bu Fatih oğlundan çıkargan nesi apam ettiğine kutkuzuş ünüm beme ölüp gitti deb. Şuna bile bu kızın şu bultur 11. ayının 8'i ölüp gitti bu kız mı? Demek biz hiç kaysımızga yaxşı gün yok. Muşundaq ağırıq halatda bu biçar qızlarni işleyse deb tugab ketadigan az qolgan vaqtida mana bu holatni ko'ringlar. Ig'ir kasal qizni mı? Eğer kişisel kızlarını için işleyse, dep çandırmasın bütün özneki iş qilib qo'ygan ishini. Buni hükümet mecburi öldürüp etti bu kızını. Demek biz Uyg'ur bo'ldikamiz, hammamizning nishoni bir bo'lsin, hammamizning dushmani bir bo'lsin. Hammamiz birsi-birsimizni yulaylik, birsi-birsimizni qo'lni tutishaylik. Herkes birsi-birsimizni qo'llamaydigan, birsi-birsimizni keyindan gap topadigan, aning xato, maning to'g'ri demak, hozirgi vaziyatda hammamizning o'rtaq dushmani Xitoy bo'lsin. Hammamiz qo'l tutishaylik. Dunyoning hamma yerdagi Uyg'urlar birsi-birsimizni qo'lni tutishib, birsi-birsimizga hamkorlashib, hozirgi vaqtda ortiq gapni qilishmay, ya ana xato, maning to'g'ri deydigan vaqtimiz emas. Hammamizning o'rtaq dushmani Xitoy. Shuning uchun endi bo'lsa har qanday Uyg'urning bir yerga kirishini, birlikka kelishini bo'lsa biz chiqib erkin dunyoda biz endi vatandagilarni cho'qim kech kunduz o'ylashimiz kerak. Ahvol bexatarlik, ajoyib xatarlik bu ahvol. Bu biz yana mushbeti yazsak biz xalqimizdan ayrılmaz hech qanday Uyg'ur millati deydigan narsa jahonda dunyo tavasida qolmaydi. Shuning uchun bütün musulmon, bütün Uyg'ur xalqini birsi-birsimizga qo'lni tutishib, o'rnimizdan dast turishga chaqiramiz. Da'vatlantiraman. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Qalbinur Hanım sizden mi? Biraz yapamaydı. Ben şu Zümrət xanım dedi. Degan o'xshash hozirgi vaziyatda, hozirgi mush daqiqani o'zida bunda qancha millionlagan Uyg'ur xalqimiz o'lyapti, dafsandiq qo'rilyapti. Mushundaq bir vaziyatda hamma bilib turib, yana bir-birimizning keynidan shunday gaplarni qildigan, masalan bir oddiy bir tashkilotlar shuncha ko'pga mana bu yerda men chiqqandan keyin his qildim. Hatto bu tashkilotlar bir-birini qo'llamaydi ekan. Bir tashkilot chiqqas keyin boshqa bir tashkilotni gaplarni rad qildi ekan. Muşahislarni tugitib, keynidan gap so'z qildigan ishni qat'iy qilmaydi. Shu vaqt berayotgan, shu ishlarni qilgan vatan millat uchun so'zlayotganlarni qo'g'diyamizakmi, qo'llayamizakmi, garchi shularning keynidan gaplayotganlarni, radiya berayotganlarni tutish ko'rsatadi. Mening shu tavsiyam bütün shu muajiratlarni Uyg'urlar birlashib, hammamiz birlikda bir düşman bo'lgan shu Xitoyga qarshi otilmayli, çok bir kikilayli deb men shuna bir tavsiya qilaman. Biz vatandan yig'dan chiqdik, Qalbinur xonimni berdi. Biz vatandagilarning hammasining umidi chet eldagi Uyg'urlar ekanmiz. Hammamiz to'g'rimi Qalbinur xonim? Shundaq-ku. Hammamiz hattoki vaziyat sal bo'shsa, chet eldagilar harakat ko'chibdi-da deydi. Hatta sal o'ngshilib jahonchi endi o'ngshalmaydigan Xitoyning vaziyati. Lekin azroq bo'shashgandagilar biz umidimizni chet elda qilib cho'ng harakatlar bo'lgan o'xshaydi deydi. Shuningga qarab bo'lsa-mu, sizlardan o'tinib qolay, chet ellik Uyg'urlar hammamiz birsi-birimizni qo'l tutaylik. Ashlarning umidi biz. Ularning ovozi yo'q. Biz ovoz bo'lishimiz kerak ularga. Ularning butun umidi biz. Bizden başka ular hareket kılamaydı. Biz hareket etmemiz gerek. Ular bizden ümit kütüdür. Allah'tan ümit kütüdür, bizden ümit kütüdür. Biz mi hem Qalbinur Hanım işkimiz mi? Yani siz mi bilirsiniz Qalbinur Hanım bizim açtık tokslu. Vatandaş vaktimizde bizim çeteldikilerden zor ümitlerini kütken. Yeni deydiğim şu, hemimiz birlikte kolunu kol tutuşaydı, birisi-birimiz bilen kolaşmaydı, yaxşı bir hemkarlaşıp hemimiz ortak düşümümüz Xitoyga qarshi turaylik. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun.
Hamma mehmonlarimga albatta yana albatta tayyorlagan suallarım var ama vaktimiz yetişmeye kaldı lekin xulosaga vaqtimizda nihoyatda go'zal hammalar nihoyat go'zal fikrlarni bildirdi inshaalloh oldimizgi kunlarda yana tafsiliy to'xtalamiz ko'pdan ko'p rahmat aytaman hammalarningki farqli davlatlarda albatta ba'zi yerda kechib ketdi ba'zi yerda taqaqqash bo'ldi degandek mushu vaqtlarni chiqarib qatnashib berganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman qadrli ko'ruvchilarimiz sizlarga mayli Facebook yoki YouTube'da bo'lsin nihoyatda qizg'in ko'rib inkaslarni yozib bizni ta'qib qilganlar uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman oldimizdagi programmalarda ya'ni bundan keyingi ko'radigan qarindoshlarimiz uchun biz naq maydondan ko'rolmagan qarindoshlarimiz uchun mushu yerda ko'rayotgan qarindoshlarimizning hammasiniki telefonlardagi guruhlarda bu nidoni bu chaqiriqni ko'plagan bugun hozir ko'rmagan qarindoshlarimiz ko'rib bundan bir ilhom elishi uyg'onishi yana bu sapga otlanib menishi uchun o'zimizniki telefonlardagi guruhlarda ham baharlab qilib qo'yishinglarni umid qilamiz yana bir qatim suhbatda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh